Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Tarix maydoni ko'rsatuvining biz uchun qadrli va aziz muxlislari. Bugungi ko'rsatuvimizda ham tarixshunoslikning asosiy muammolaridan biriga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Aslida bir qarashda muammodek ko'rinmasa ham, lekin sohaning rivoji uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan mavzulardan biri bu muzeylar mavzusi. Bu bejizga emas, boisi 18-may Xalqaro muzeylar kuni sifatida nishonlanadi. Shu bois ham biz bugun maydonimizga muzeylar rahbarlari, sohaning yetuk mutaxassis olimlarini taklif etganmiz. Yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsiz. U yerlarda to'plangan kolleksiyalarni ko'rganingizda ham hayratda qolasiz. Nimaga rivojlandi? Ya'ni ularda erkinlik bor, ularda o'sha homiylar bor. Qaysidir muzeyga homiy bo'ldingiz. Bu solig'ingiz olinmaydi misol. Faqat boy, badavlat tadbirkor emas, yoki oddiy insonlar ham tarixga hissa qo'shishi mumkin. Yod bo'lgan g'oyasini singdirish uchun, ya'ni mafkurani singdirish uchun muzeylardan foydalanadi. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida ham O'zbekistonda shunday insonlarimiz bo'lgan. Qandaydir bir foyda ham ko'rish kerak tadbirkor, unga nimadir berishga, manfaat bo'lish kerak. Rasmini osib, tagiga yozib qo'yaman. O'zbekiston tarixi davlat muzeyining birinchi homiysi. Haqiqatan ham muzeylar mavzusiga biz mana shu maydonda bir necha bor to'xtaldik. Muammolar, yutuqlar yoritildi va bugungi mavzu ham juda jiddiy mavzu hisoblanadi. Muzeylar ta'minoti faqat davlat zimmasidami? Qizg'in, bahsli va bugun uchun kerakli mavzuda fikrlashamiz. Ilk savolni Jannat opa sizga bersak, umuman olganda butun dunyoda muzeylarga homiylik, metsenatlik mavjud. Umuman mana shu so'zning ma'nosi va bu dunyo tarixida qachon boshlangan, muzeylarga qachon yetib kelgan, mana shularni tarixi bo'yicha bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat. Haqiqatdan ham hozirgi kunda mana biz 21-asrda yashayapmiz va metsenat degan so'z juda ham tarqalgan dunyoda va mana shu so'z va mana shu sohadagi faoliyat ham sekin-asta O'zbekistonga ham kirib kelyapti. Lekin aslini olganda bu so'zning ma'nosi bu bir insonning ismi. Ya'ni metsenat biz bilamiz shu Rim imperiyasi davridayoq Gay Tsilniy metsenat degan bir inson, u tadbirkor bo'lgan va o'zini mana shu homiylik ishlarini boshlagan va bora-bora uni mana shu insonni qilgan ishlari uni nomi bilan birga ataladigan bo'lgan. Albatta, nima uchun aynan bu insonlarga tadbirkorlik qilish, tadbirkorlik bo'lgandan keyin esa ular o'zini nomini haligi mashhur insonlarni nomi yoniga qo'yish o'sha paytda juda ham urf bo'lgan ekan va o'zlarini mana shu san'at, madaniyat sohadagi homiyliklari tufayli ular jamiyatga tanilgan ekanlar. Shu bilan birga jamiyatni muhabbatini qozongan ekanlarda. Shuning uchun ham mana shu aynan Gay Tsilniy metsenat ham o'zini shu birinchi shu faoliyatini, ya'ni san'at asarlarini qo'llab-quvvatlash, unga sharoitlar yaratib berish, rassomlarga ularni mana shu kolleksiyalarni tashkil etish yoki ko'rgazmalarni tashkil etish bo'yicha juda ham ko'p ishlarni amalga oshirishgan ekan. Albatta biz bu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, bu narsa juda tez rivojlanmagan. Biz bilamiz, mana shu o'rta asrlarda ham dastlabki muzeylar, masalan, muzeyning o'zi ham muze so'zidan kelib chiqqan. Bu muzeylar cherkovlarda tashkil etilgan yoki bo'lmasa qirollarning saroylarida tashkil etilgan va bilasiz, bunda diniy mana shu vakillarni hissasi ko'proq bo'lgan ekan shu homiyliklarga va bora-bora 17-18-asrga kelib Yevropada va keyinchalik Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shu metsenatlik sohasi juda ham rivojlangan va ular ko'proq endi ruhoniylar, din vakillari emas, balki tadbirkorlar, mashhur insonlarni tomoniga ancha og'ir bosgan ekan va yana aytib o'tmoqchimanki, aynan ularni madaniyat va san'at sohasini qo'llab-quvvatlashi, teatr binolarini qurib berishi yoki turli konsertlarni tashkil etishdagi ham bularning hissasi juda ham katta bo'lgan va mana shunday muzeylardan bittasi bu Londondagi Britaniya muzeyi. Mana ko'pchilik hozir balki bilmasliklari ham mumkin. Bu Britaniya muzeyi nodavlat muzey, ya'ni davlat tasarrufida emas. Bu aynan mana shu metsenatlar tomonidan tashkil etilgan va mana shu metsenat u o'zi, men juda ham hayron qoldim shu ma'lumotlarni o'qiganimda, vrach bo'lgan ekan.
o'zi vrach va kolleksioner bo'lgan. Deb bilasiz, mana shu 71 mingta predmeti bo'lgan ekan. Uning ichida qo'lyozmalar ham, tabiatga tegishli yoki o'zimiz tariximizga tegishli artefaktlar juda ham ko'p bo'lgan ekan va mana shu o'zini to'plagan kolleksiyasini mana shu parlamentga topshirib va parlament qaror qilgan ekan bino qurishga. Uni mana shu kolleksiyalari asosida. Shuning uchun ham biz bilamiz, xuddi shunday muzey Amerika Qo'shma Shtatlarida Metropolitan muzeyi bor. Biz mana o'zimiz borib ko'rib, gaplashdik. Birinchi o'rinda uni binolari, ikkala muzeyni ham juda katta bahaybat binolar va u yerlarda to'plangan kolleksiyalarni ko'rganingizda ham hayratda qolasiz. U kolleksiyalar nafaqatgina Angliyani tarixiga yoki Amerikaga, u butun dunyoni eng sara noyob asarlari ham mana shu insonlar orqali sotib olingan, kolleksiyaga to'plangan va keyinchalik bularning hammasi muzeylarga aylangan. Mana bu jarayonlar sekin asta keyin Rossiyaga o'tib boshlagan. Rossiyadagi ham xuddi shunaqa jarayonlar ketib boshlagan. Hatto biz mana shu Tretyakov galereyasi ham shu Tretyakovni o'zini shaxsiy kolleksiyasi nimasida tashkil topgan. Bunday misollarni biz juda ham ko'plab keltirishimiz mumkin. Aytishimiz mumkin, mana shu 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida ham O'zbekistonda shunday insonlarimiz bo'lgan. Arxeologlar, ular muzeylarni tashkil etishda, masalan, Akram Asqarov olishimiz mumkin yoki bo'lmasa Buxorolik yoki Samarqandlik, Toshkentlik kolleksionerlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Mirzo Buxoriy haqida juda ko'pchilik biladi. Mana bu insonlar hatto o'zlarini to'plagan kolleksiyalari orqali, birinchidan bu insonlarning ko'pchiligi tadbirkor bo'lgan. Masalan, Mirzo Buxoriy ipak matolarini ishlab chiqish bo'yicha, ipak ishlab chiqarish bo'yicha juda katta tadbirkor bo'lgan va shu bilan birga yaxshi kolleksioner ham bo'lgan. Moddiy asoslari bo'lgan. Albatta, keyin va mana shu Mirzo Buxoriy ham mana Parijda juda ko'p marta xalqaro ko'rgazmalar bo'lib o'tgan va o'sha paytda Turkiston o'lkasidan vakil sifatida bizni tadbirkorlarimiz ham ishtirok etishgan. Bularning ichida siz qishloq xo'jaligi bo'yicha, sanoat bo'yicha yoki muzeylardan borgan ishtirokchilarni ko'rishingiz mumkin va o'sha paytda bular masalan Turkiston o'lkasida ham juda katta ko'rgazmalar bo'lgan, oltin, kumush, bronza medallarini olib kelgan mana shu insonlarimiz hisoblanadi. Va mana shu jarayonlar davomida biz mana bu sobiq Sovet davrida bu narsalar ancha to'xtab qoldi. Va hozirgi kunda endi mana hozir mustaqil bo'lganimizga ham 34 yil bo'ldi va biz juda xohlardik-ku mana shu sohani O'zbekistonda ham rivojlanishini. Men aytmoqchimanki, bu faqat muzeylar haqida hozir so'z ketyapti. Chunki maktab qurib berayotgan, bog'cha qurib berayotgan tadbirkorlarimiz ko'p, juda ham ko'chalarni ta'mirlayotganlar ko'p. Lekin san'at sohasida, aynan madaniyat, san'at sohasini rivojlantirishga yoki bo'lmasa muzeylarga yordam berishga, ularni qo'llab-quvvatlashga bir e'tiborini jalb etgan nimalarimiz hali deyarli uyg'onishmadi deb o'ylayman. Men ularni juda ham xohlardim uyg'onishlarini. Sababi bilasizmi nimaga? Hozir butun dunyoning e'tibori O'zbekistonga qaratilgan. Bu birinchi o'rinda prezidentimiz bilan bog'liq. Ya'ni prezidentimiz olib borayotgan islohotlari bugungi kunda xohlasa xohlamasa O'zbekistonga qayrilib, qanday davlat ekan, bu shunchalik tez rivojlanyapti, shunchalik yutuqlari bor. U iqtisodiy soha bo'yicha ham, madaniy soha, ijtimoiy soha bo'yicha, sport yo'nalishlari bo'yicha qanchalik bular katta muvaffaqiyatlarga erishyaptilar deb bitta qarab, yana hamma bir tomonga o'girilgan. Hozir hammaning e'tibori O'zbekistonda. Va tabiiyki, ular qo'llariga olib O'zbekiston tarix kitobini o'qimaydilar. Ular to'g'ri muzeyga kelishadi, to'g'rimi? Mana shu muzeyda biz ularga O'zbekistonni tarixini, xalqini, madaniyatini, tilini, allomalarini hammasini ko'rsatib beramiz. Va mana siz savol berdingiz, davlat tasarrufida davlatimiz mana shu 150 ga yaqin muzeylarni qo'llab-quvvatlayapti va biz albatta rahmat aytamiz unga. Lekin men xohlardimki, bizning jamiyatimizda ham shunaqangi fuqarolar paydo bo'lsinki, masalan, o'zlagini bir muhabbatini, vataniga bo'lgan mana shu hurmatini, o'zini madaniyatiga bo'lgan mana shu e'tiborini mana shu homiylik orqali, qanaqadir bir yordam orqali masalan muzeylarga e'tiborini jalb etsa yaxshi bo'lar edi. Bu masalan muzeylarni moddiy tomondan qiynalib qoldi degan so'z emas, buni noto'g'ri tushunish kerak emas. Lekin bilasizmi bu nimani belgisi? Bu jamiyatni saviyasi qay daraja o'sganligidan
darak beruvchi belgi hisoblanadi. Ya'ni siz o'zingizni shaxsiy manfaatingizdan tashqari siz jamiyatni o'ylayapsiz, siz Millatni, o'zingizni tarixizni jamiyatni o'ylayapsiz, siz o'ylash. o'zingizni qaysidir bir mahallangizdami yoki shahringizdami, viloyatdanmi, qishloqdanmi o'tirgan hali nima deydi, e'tiborga tushmagan bitta yodgorlik bor, ana shuni ta'mirlab bering, mana siz homiysiz, mana bu sizning mehnatingiz bo'ladi. Muzeyga keling, qanaqadir nimadir yetishmayotgan bo'lsa yoki nimadirdir qilishga rejalashtirib, masalan 5 yildan keyin rejaga qo'ygan bo'lsak, siz shuni bugun qilib bering, mana sizga qanday natija bo'ladi. Va shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi kunda tadbirkorlarimizni e'tiborini muzeyga qaratadigan vaqt keldi deb o'ylayman. Chunki biz hozir shunaqangi bir shunaqangi jarayon ketyaptiki O'zbekistonda juda shiddatli jarayon ketyapti. Shuning uchun ham men ham bizni tadbirkorlarimizni, mana shu homiylarimizni mana shu jarayonlarda muzeylarga ham e'tibori qaratilishini juda xohlardik. Rahmat Jannat opa. Bu borada to'ldirishlar, qo'shimchalar bo'lsa, marhamat. Lutfulla aka, Akmal aka, fikr. Haqiqatda keyingi yillarda O'zbekistondagi muzeylarning faoliyatini yanada rivojlantirish, xususan uy muzeylarning faoliyatini rivojlantirish bo'yicha mana shu homiylar, mesenatlarni jalb qilish ishlari jonlanib qoldi. Albatta bu uy muzeylar xususan davlat budjeti tomonidan moliyalashtiriladi va moliyalashtirilib borilmoqda va moddiy texnik tomondan ham o'sha jihozlarni, yangi kompyuter jihozlari deysizmi, yangi IT texnologiyalar bilan jihozlanib borilmoqda. Lekin masalan o'sha mustaqilligimizning dastlabki yillarida, bundan masalan 10 yil, 20 yil oldin qilinish kerak bo'lgan ishlar o'sha vaqtida qilinmagan. U muzeylarning binolari ko'pi ta'mirga muhtoj. Xususan u yerdagi ashyolar, eksponatlarni ham ta'mirlash kerak. Mana shu ishlar vaqtida bajarilmaganligi sababli muammolar ancha yig'ilib qolgan edi. Va albatta bu muammolarni qanday yechish kerak? Mana shu keyingi yillarda yoki umuman jahon tajribasida bu yaxshi qo'llanib kelinayotgan boyagi homiylar, mesenatlarni jalb qilish orqali shu muammolarni yechish bo'yicha mana hozir yaxshi yechim, yaxshi o'sha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan masalan Toshkentda 10 ta uy muzey faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, bular shoir yozuvchilar, san'atkorlar, rassomlarning uy muzeylari hammasida o'zgarishi, muammolar mavjud edi va bularni yechishini hukumatimiz tomonidan mana shu mesenatlarni jalb qilish orqali muammolar yechila boshlandi. Xususan masalan biz G'afurg'ulon uy muzeyiga O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan Xalqaro Shodiy fondi metsenat, ya'ni homiy sifatida biriktirib berildi. Biz mana shu homiy tashkilotimiz bilan hamkorlikda hozir talaygina ishlarni rejalashtirib, ba'zi birlarini amalga oshirdik, ba'zi birlarini yakunladik ham. Masalan, birinchi qilgan ishimiz bu uy muzeyining o'sha yodgorlik binosi bor, ya'ni bu bino 1943-yilda qurilgan. Akademik shoir G'afurg'ulon 1944-yilda 66-yilgacha shu binoda uyda yashab ijod etgan edilar. Shu bino juda avariya holatiga kelib va kapital ta'mirga muhtoj edi. Va shu bilan birga yangi binoyingiz bor, u 2003-yilda qurilgan va u yerda muzeyni ekspozitsiyasi, G'afurg'ulonning hayoti, ijodi haqidagi shu ko'rgazma joylashgan. Birinchi navbatda boyagi avariya holatidagi muzeyni ta'mirlash, kapital ta'mirlash loyihalarini ishlab chiqdik. Endi yangi bino joriy ta'mirlanadi va uning ichidagi joylashgan ekspozitsiya hozirgi o'sha eng zamonaviy muzeyshunoslik talablaridan, u yerda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llagan holda ta'mirlash ishlarini, rejasini, loyihalarini ishlab chiqdik. Bunda xorijdagi muzeyshunoslar ham jalb qilindi va shuni loyihalarini ham hozir yakunlash arafasida turibmiz. Rahmat Akmal aka, siz dunyo tajribasini o'rgangan, xorijdagi o'sha yirik muzeylarda bo'lgan olim sifatida bu boradagi fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Muzeylar faqatgina davlat tomonidan moliyalashtiradimi yoki sponsorlar yoki o'sha homiylar, mesenatlar orqali ham moliyalashtiradimi degan, bu juda ham qiziq va juda ham bugungi kun dolzarb mavzu. Mana Jannat Hamidovni juda ham katta tajribaga ega bu sohada mutaxassis hisoblanadilar va juda ham shu tarixidan ozgina keltirdilar. Umuman teletomoshabinlarga ozgina kengroq tushuncha berish kerak-da, bular nima haqida gapiryapti, kim u metsenat? Mana ular shu shaxs sifatida
keyinchalik mana shu shaxs uni metsenatlik ya'ni butun dunyoga tarqaldi deb ozgina ta'rif berdilar. O'zi buni kimlar boshladi? Ya'ni bu yerda biz o'sha mintaqalar yoki Yevropa, Amerika rivojlangan mamlakatlarda boshlanganligini biz urg'u qilishimiz kerak. Ya'ni ularda qanaqa tuzum edi? Kapitalizm edi. Ya'ni kapitalistlar puli ko'paydi, boyidi. Endi ular oddiy xalqdan ajralib turish kerak edi. Endi o'ziga qarashni boshladi, kiyindi, yana ham ajralib turish uchun uyiga chiroyli kartinalar yoki o'sha san'at asarlarini yig'a boshladi. Va uni ichida endi ko'plari o'sha haqiqatdan ham o'zi sevib o'sha kartinani yoki bo'lmasa o'sha san'atni sevganlari ham bo'lgan. Lekin ko'plari asosan mana shu antikvar yig'ish yoki o'sha uyini bezatish, mana shunga qiziqish kuchli bo'lganda, bu narsa Yevropada nihoyatda ommalashdi. Bu 16-asrdan boshlangan bo'lsa, 17-18-asrda mana shu metsenatlik, homiylik va o'sha kapitalistlar yoki o'sha yirik yer egalari bular keyinchalik bular ko'plab kolleksiyalari farzandlari tomonidan muzeylarga topshirildi. Ya'ni juda ham ko'p bo'lgandek uni saqlash masalasi bor, uni o'sha ko'rgazmada namoyish qilish va unga ko'plab ishlar jalb qilish va shu maqsadda davlat muzeylari boy edi. Va keyin astalik mana Jon Habiddin aytib o'tdilar, bu Rossiyaga ko'chib o'tdi. Rossiya orqali o'sha Rossiya O'rta Osiyoni o'sha bosib olgan paytda, mana biz Chor Rossiyasi deymiz, u davrda bizni hududga kirib keldi. Mana o'sha O'zbekistondagi birinchi O'zbekiston tarixi davlat muzeyi 1876-yilda tashkil topgan bo'lsa, uni asosini o'sha Rossiyadan kelgan arxeologlar, sharqshunoslar ularni o'sha yig'ib mana shu hududda yurgan kolleksiyalar tashkil qiladi. Va unga mana aytib o'tdilar, o'sha Mirzo Buxoriy yoki bo'lmasa o'sha yirik shaharlardagi o'zimizda o'sha tadbirkorlar ham o'zini hissalarini qo'shdi. Mana nima endi hozir bu mavzu ko'tarilyapti-da, orada uzilish bo'ldi-da. Mana keyin o'sha sobiq Sovet davriga o'tib, metsenatlik, homiylik degan narsalar yo'qoldi. Ya'ni o'sha sobiq Sovet davrini siyosati, muzeylar bo'yicha siyosat shunday ediki, muzeylar 100% davlatnikimi, davlat tomonidan moliyalashtiriladi degan narsa bor edi. Shuning uchun bu orada bir boshlangan ilk qadamlar to'xtab qoldi va biz o'sha 70 yil faqatgina muzey davlatniki, ertaga eksponat davlatniki, u har qanday moliya davlat tomonidan bo'ladi degan narsa bilan keldik. Lekin bu orada o'sha jahonning rivojlangan mamlakatlari, o'sha Yevropani olamizmi, undan keyin mana ularga qo'shildi Osiyodan Koreya, Yaponiya kabi davlatlar rivojlanib, yana ular ham kapitalistik tuzumni tanladi va ularning muzeylar faoliyati ham shu yo'ldan ketdi. Ular aynan Yevropada yoki o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'ryaptiki, muzeylar sohasida nimaga rivojlandi? Ya'ni ularda erkinlik bor, ularda o'sha homiylar bor. Mana shu nimani tizimni ular o'zlarida qo'lladi. Va buni biz bugunda o'sha borib mana bu yerda o'tirib ishtirok etayotganlar ham borib ko'rishgan. Mana o'zim juda ham ko'plab dunyoning muzeylarida bo'ldik va bu o'sha tizim noto'g'ri emasligini biz iqror bo'lyapmiz. Va biz mana endi shuni qo'llamoqchimiz. Bizni hozir mustaqilligimizni necha yil bo'lyapti? 30 yildan oshdimi? Chorak asr biz buni qo'llamadik. Ya'ni o'sha muzeylarga homiylik qilish, metsenatlik qilish, soch metsenat ham o'ylaydi, men nima uchun homiylik qilishim kerak? Mana bizda homiylar bor. Menga nima beradi bu narsa degan narsa ham bor-da. Uni darudanga bitta kompaniyaga borib, siz mana shu muzeyga moliyaviy ko'mak bering desangiz, u aytadi, menga nima beradi bu deydi. O'sha yuqorida aytganimdek, metsenatlik qilish uchun, homiylik qilish uchun qandaydir bir foyda ham ko'rish kerak tadbirkor, unga nimadir berishga, manfaat bo'lish kerak, yoki bo'lmasa u san'atni sevish kerak, yoki bo'lmasa o'z tarixini, o'zini vatanini, tarixini sevish kerak. U juda ham kamdan kam topiladi. U mingtadan bitta topiladi. Men shu vatanimni sevaman, tariximni sevaman, men bor pulimni shu muzeyda rivojlantirishga sarflayman deganni kamdan kam topamizda. Asosan shu yirik kompaniyalar, hamma kompaniya, xususiy kompaniya borki, foyda ko'raman deydi. Mana shu paytda metsenatlik qilyaptimi, homiylik qilmoqchimi, unga qanaqadir o'sha imtiyozlar berish kerak soliq tomonidan. Barchamizga ma'lum, yurtimizda barcha sohalarda katta islohotlar amalga oshirilyapti so'nggi yillarda. Bu narsa o'sha muzeylar faoliyatida qanday yuz bermoqda? Qanday me'yoriy hujjatlar qabul qilinyapti? Natijalar ularni amalga oshirilishi qay darajada? O'zbekiston Respublikasida ham 2019-yilda oktyabr oyida O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan metsenatlik to'g'risida. U birinchi bobida, birinchi moddasida aytib qo'yibdi, madaniyat va san'at sohalarini qo'llab-quvvatlash uchun deb qo'yilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, metsenatlik o'sha manfaatlar to'qnashuvini davomiyligi asosida birinchi moddada ko'rsatib qo'yibdi. Endi biz bilib olishimiz kerak, mana akmal aytib o'tganlaridek, metsenat bu o'sha homiylik qiluvchi.
endi homiylik qiluvchini qabul qiluvchisi benefitsiar deyiladi. Ya'niki ikkita manfaatlar to'qnashuvi. Benefitsiar u o'sha muzey bo'lishi mumkin yoki o'rta asrlarda bu musiqashunoslar, masalan Mozartni olishimiz mumkin, Baxni olishimiz mumkin. Hammamiz o'qiganmiz, ular juda ham nochor yashashgan, lekin qaysidir homiy hisobiga shu 35 yosh, 40 yoshida jahon darajasidagi simfoniyalar, jahon darajasidagi musiqalarni yozib bitirgan. Endi O'zbekiston Respublikasida ham qonun qabul qilingan, metsenatlik to'g'risida unda aniq tetik qilib yozib qo'yilgan. Qanday holatlarda, nima holatlarda, misol uchun muzey sohasida oladigan bo'lsa, soliqlardan imtiyoz masalasi yoki qanaqadir aholi qatlamini bizni qabul qilishimiz yoki aholi qatlamidan qabul qilayotgan eksponatlarimizni maxsus qonun qilib chiqarishimiz yoki mana 2022 yil may oyida 261-qaror qabul qilingan prezidentimizning, unda ham mening tarixga hissam degan bitta bo'lim sifatida ko'rsatib o'tilgan. Ya'niki bizni faqat boy, badavlat tadbirkor emas, yoki oddiy insonlar ham tarixga hissa qo'shishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ularni o'sha bergan mahsulotlari yoki ashyolari muzeylarimizda saqlanadi. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi o'sha qonunida keltirib o'tiladiki, har bitta san'at, madaniyat sohasidagi beriladigan o'sha imkoniyatlar, homiyliklar ma'lum bir miqdorda ularga qo'shimcha soliqlar bo'yicha imtiyozlar berib o'tilgan. Misol uchun men aniq bittasini bilaman, bu o'sha chet el bilan ishlaydigan korxonalarning hammasi deyarli o'sha qo'shimcha qiymat solig'idan va chet elga olib chiqish solig'idan ozod qilingan. Ya'ni bu aytmoqchi bo'lganim, o'sha chet elga ko'proq chiqishi, o'sha tadbirkorlarning mahsulotlarini chet elda ko'rsatib berishi, uni o'sha olib chiqib ketish, olib kirish va unga qo'shimcha ravishda olib kirilayotgan mahsulotlarda ma'lum miqdorda soliq imtiyozlari ko'rsatib o'tilgan va bu O'zbekiston Respublikasi qonuni sifatida 2019-yil qabul qilib bo'lingan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu narsa hozirgi kunda faoliyat ko'rsatyapti va ishlayapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, fundamental asos bor. Bu asosni davomiyligi sifatida o'sha may oyidagi o'sha muzeylarni faoliyatini tubdan isloh qilishda o'sha muzeyning ichida tadbirkorlik bilan shug'ullanish taraflari, undan tashqari o'sha xizmat ko'rsatish sohalarida qo'shimcha foydalar olish sohalari. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha hali birinchi savolga kelganingizda byudjetdan, faqat byudjetdanmi yoki qo'shimcha imkoniyatlari tug'ilyaptimi? Sekin-sekin tug'ilyapti. Sababiki o'sha 70 yil baribir bizani nisbatan bitta qolipda qolib ketish, dunyoqarashimizning o'smasligi va davlatmi davlat bo'ldi, boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Davlat nima derkan yoki u nima derkan, bu nima derkan degan fikr bor edi. Hozirgi kunda muzeylarimizda ham, madaniy meros obyektlarimizda ham xuddi shunaqa. Hozirgi kunda o'sha rivojlanish, ularni o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi insonlarga berish, ulardan foyda ko'rilishi va muzeylarning ichida ham o'sha tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirgan holda muzey ham o'ziga o'zi metsenatlik qilishi mumkin birinchi navbatda va qo'shimcha ravishda biz har doim xursand bo'lamizki, bizga ham o'sha tadbirkorlar kelishi yoki oddiy misol, Akmal ko'p sanab o'tdi, o'sha Yaponiyani muzeylarida o'sha har bitta eksponatda o'zini metsenati bor. Har bitta eksponatda, ya'niki misol uchun qaysidir prefekturasining rahbari, gubernatori bitta eksponatga homiy. Uni restavratsiyasi bo'ladimi, dunyoga chiqishi bo'ladimi, uni reklamasi bo'ladimi, uni qo'shimcha kichkina asoslarini yaratib berish bo'ladimi yoki u uchun vitrina sotib olish, u uchun eksponatlar yaratish, uni atrofida qanaqadir qo'shimcha ko'rgazmalar qilish, konsertlar qilish, bu o'sha homiy, o'sha metsenatning vazifasiga o'xshab qolgan. Faqatgina tadbirkorlarimiz emas, barcha shaxslarimiz, hokimiyatda ishlayotganlarimiz yoki yana boshqa shaxslarimiz borki, o'sha har bitta eksponatga metsenatlik qilishi mumkin. U ham ma'rifat tarqatadigan, ma'rifat tarqatadi va fidoyilikni talab qiladi ekan. Keyin hali o'tayotganda O'zbekiston tarixi kitobini hech kim ochib o'qimaydi. Muzeyga keladi, shunda muzeyga ko'radi, demak tarixi shu, zo'r xulosa chiqadi degan xulosa keladi. Ana o'shaning uchun muzeylar o'sha 7 dan 70 yoshgacha qabul qiladi birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda 7 dan 70 yoshgacha bo'lgan shaxslarda fikr uyg'otadi, g'oya uyg'otadi, milliylikni uyg'otadi, o'zini ko'rsatadi, tarixini ko'rsatadi, buyukligini ko'rsatadi, ajdodlarini ko'rsatadi va shu hamma savollarga javob bitta muzeyda shakllanib qolgan deb o'ylayman. Bu borada uy muzeylar faoliyatida qanday ishlayapti bu me'yoriy hujjatlar? Uy muzeylar hammasi davlat tashkiloti, davlat muassasasi
bo'lganligi sababli o'sha davlat tomonidan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan hamma qonun osti hujjatlar, me'yorli hujjatlar asosida ish olib boriladi va o'sha asosida shu nimalarni, homiylarni jalb qilish jarayonlari ham amalga oshirib borilmoqda. Mana endi hozir bu ko'rsatuv jarayonida davomida mana shu metsenatlik tarixi va bu so'zni iborasi, lug'aviy ma'nosi aytib o'tildi. Albatta bu so'z bizga keyinchalik kirib kelgan yangi ibora bo'lsa-da, lekin buni mazmun mohiyati juda ham qadimga borib taqaladi. Masalan, o'rta asrlardami, undan oldingi davrlar, keyingi 19-20 asr boshlarida bizni o'sha o'ziga to'q boy badavlat insonlar, tadbirkorlar, albatta shu saxovatpesha insonlar, hozirgi masalan xalq tili bilan aytganda o'sha metsenatni bir tarjima qilganimizda saxovatpesha insonlar o'sha homiylik ko'rsatib, o'sha aytgandek masjid, madrasalarni barpo etishgan, yo'llar, rabotlar qurishgan. Masalan, bevosita Hazrat Alisher Navoiyni o'sha hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, u kishi ham mana shu butun faoliyatlari, hayotlari, ijodlari davomida shu metsenatlik bilan shug'ullanganlar. Ularning qilgan ishlari, qurilgan karvonsaroylar, masjid, madrasalar, o'sha ariqlar qazilganligi, ko'priklar, rabotlar qurilganligi. Shu bilan birga yoki mana o'sha 19-asrning oxiri, 20-asr boshlarida faoliyat ko'rsatgan jadid ma'rifatparvarlarning faoliyati ham shundan iborat. O'zlari maktab ochib, o'zligi ta'minlab, o'sha boyagi o'quv qo'llanmalarini, kitoblarni nashr qilish hammasi o'zlarining mablag'laridan bo'lgan. Yana misol tariqasida aytish mumkinki, masalan, hozir bizda fondimizda juda ham ta'mirtalab eksponatlar yig'ilib qolgan edi. Shu G'afurg'ulomni o'zlari endi ota bobolaridan qolgan, keyin o'zlari ham butun hayotlari davomida yig'gan qo'lyozma, toshbosma kitoblar talagini muzey fondida shular umuman ta'mirlanmagan edi. Mana yaqinda biz mana shu homiy tashkilotimiz yordamida 20 ta eng o'sha ta'mirtalab qo'lyozma kitoblarni saralab oldik va kuni kecha oxirgi o'sha 20-sini ta'mirini tugatdik. Buni albatta o'zimizdagi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Sharqshunoslik institutidagi juda o'sha nima edi? Kuchli mutaxassislar, o'sha restavratorlar, ta'mirshunoslar tomonidan ta'mirlandi. Deb mana shu qo'lyozma kitoblar juda ham yaxshi ta'mirlanib, sifatli ta'mirlanib, mana uy muzeyiga topshirildi. Bu endi albatta ularni o'sha davomiyligini, eksponatni saqlashga bo'lgan bir hissamiz. Bu o'sha hozir bizni reja asosida belgilab bordik, bosqichma-bosqich masalan, qaysi vazifani keyinda bajaramiz. Mana birinchi navbatda hozir bitta bosqich bu ishni yakunladik. Hozir keyingi bosqich ishlarini rejalashtirib turibmiz. Bu hammasi yuqoridagi aytib o'tganimdek homiy tashkilotimiz tomonidan ularni beg'araz yordami, moliyaviy yordami orqali amalga oshirilmoqda va 3340 ta eksponat raqamlashtirildi. Raqamlashtirildi va bu mana yaqinda shu biz o'sha ekspozitsiyani yangilaydigan bo'lsak, bu o'sha jarayonda shundan nima qilamiz? Foydalanamiz. Va keyingi o'sha yig'ilgan ashyolarimiz, fonddagi ashyolarni ham hozir raqamlashtirishni davom ettirib boramiz. Rahmat. Amaliyotga bu jarayonlarni kirib kelayotgani quvonarli. Ammo shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Mana Baxtiyor aka ta'kidladilar, qonunimiz ham bor, hujjatlarda keltirilgan. Balki mana shu narsani targ'iboti yo'qdir bizda. Balki o'sha eng chekka tumanlarimizdagi fermerlar deymiz yoki o'zini sohasida yaxshi daromad topayotgan insonlar bundan xabardor bo'lmasligi mumkin. Imkoniyatlar, imtiyozlar, targ'ibotda balki suslik qilayotgandirmiz, Jannat opa. Mana qarang, mana sizga savolli. Siz juda katta tadbirkorsiz va sizni daromadingiz juda yaxshi. Siz uni solig'ini to'lab qo'ydingiz. Bu bitta variant. Endi ikkinchi varianti, siz mana shu soliqni o'rniga qaysidir muzeyga homiy bo'ldingiz. Bu solig'ingiz olinmaydi sizdan bu soliq, to'g'rimi? Endi siz undan nima manfaat ko'rdingiz? Birinchidan muzeyga yordam beriz, bu sizni birinchi manfaatingiz. Xayrli ish qildingiz va ikkinchidan siz tanildingiz. Tarixda nomi qoladi bu insonlar. Tarixda nomingiz qoldi. To'g'ri, mana hozir men boya aytib o'tdim-ku, jamiyatni o'ziga nisbatan muhabbatini qozonish uchun boshlangan bu ishlarda, o'zini tanitish uchun. Chunki ular zerikkan, nima qilishni bilmagan, puli ko'p, tarixda qoldirish istagi bo'ladi. Keyin tadbirkor, masalan, bitta tadbirkorni jamiyat tanisa yomonmi, to'g'rimi? Biz ko'p tadbirkorlarni ko'pini tanimaymiz biz.
faqat eng bir mashhurlarini taniymiz, lekin qolganlarini tanimaymiz. Lekin biz tanimaydigan shunaqa tadbirkorlar borki, biz taniydigan tadbirkorlardan ham ustun turadi. Ular o'zligini reklama qilishni xohlashmaydi. Ikkinchidan siz tanildingiz va uchinchidan siz bilasizki, sizni daromadingizdan qaysidir qismi qaysidir mana shu muzeydagi sizni ota-onangizdan, ya'ni ota-bobolaringizni tarixini, madaniyatini saqlab qolishga xizmat qilyapti. Sizni mablag'ingiz nimaga xizmat qilyapti? To'g'ri, mana bu juda ham katta narsa-da. Mana shu narsani tushunish kerak deb o'ylayman. Chunki shunaqa vaqt keldiki, biz har tomonlama bu narsani anglab, tushunib, birinchi qadamni bosadigan vaqtimiz keldi. Mana biz hozir salkam 1 yildan beri O'zbekiston tarixi davlat muzeyi rekonstruksiyada. Mani juda ham bitta orzuyim bor edi, ko'zi ojizlarga bitta kichkina bo'lim ochishdi. Bu ham oson emas ekan. Albatta. Juda ozgina bir narsani aytmoqchiman, ko'zi ojizlarni kitobini chiqarish, ularga relyefni bir ularni qo'li bilan ko'rgan narsalarni qilish juda kitob chiqarish rivojlangan-u, lekin haligi qo'l bilan paypaslab ushlab ko'radigan narsalar rivojlanmagan ekan. Men juda ko'p joylarga bordim shunda. Shunda bitta tadbirkorga gapirib qolganim, sizga qancha pul kerak shu narsani qilish uchun dedi. Birinchi yaxshi eshitmadim shekilli deb o'yladim. Keyin siz voy rostdan berasizmi desam, ha dedi, xursand bo'lib ketdim. Albatta, bu Siz qilavering, menga yetadi summasini keyin. Mablag'i qanchaligini dedi. Chunki bu inson ham xuddi shu mana shu ko'zi ojizlar muzeyiga kirgan, nimadir ko'rsin, nimadir anglasin degan narsa shu insonning qalbida uyg'ondi-da, bilasizmi? Men juda ham xursand bo'ldim va o'zim niyat qilib qo'ydim. Mana shu bo'limni ham ochaman, ko'zi ojizlarga ancha muncha narsalarni buyurtmaga berdim hozir. Kitoblarini ham, ularni audio kitoblarini ham hammasini qanaqa qilsam bularga nima deydi, ko'nglini olsak, qanaqa qilsak ularga biza imkoniyat bilan bo'ladi muzeyga biza bilan kelish. baravarga shu tarixni ko'ra oladi, ko'ra olmasa qo'li bilan his eta oladi yoki bo'lmasa qulog'i bilan eshita oladi degan ma'noda hozir hatto ular yuradigan yo'lakchalarni ham qilishga harakat qilyapmiz, hammasini qilyapmiz. O'sha liftlarimizda ham shunaqa ko'zi ojizlari uchun ovozli knopkalarni hammasini qilishga harakat qilyapmiz hozir va men niyat qildim. Mana shu O'zbekiston tarixi davlat muzeyini birinchi homiysini albatta rasmini osib, tagiga yozib qo'yaman. O'zbekiston tarixi davlat muzeyini birinchi homiysi debdi. Chunki men juda shuni qilishni xohladim. Sababi birinchi bo'lish qiyin juda ham. Albatta. Birinchidan keyin ikkinchi, uchinchi bo'lish tashabbus qiyin va men juda xursand bo'ldim. Demak dedim, haqiqatdan ham vaqt kelibdi, tadbirkorlarimiz demak bu narsani his qilayotgan ekan degan fikrga keldim. Rahmat janob. Har bir sohada yutuqlar bo'lgani kabi kamchiliklar ham ko'zga tashlanadi. Biz bugungi kunda muzeylarimiz faoliyatini a'lo darajada deb ayta olamizmi yoki a'lo darajada bo'lishi uchun qanday kamchiliklar ko'zga tashlanib turibdi? Qanday shu qilinish kerak bo'lgan ishlar oldida turibdi? Murod aka? Avvalambor yuqoridagi bildirilgan umum gaplarga ozgina o'zimni munosabatimni bildirmoqchiman. Mana o'sha homiylik, mesenatlik haqida gapirildi, kolleksiyalar haqida gapirildi, umuman muzeylarni tarix haqida gapirildi. Bizani hududimizda ham, O'rta Osiyo hududida ham, mana shu o'rta asrlarda, o'sha xonliklar davrida ham o'sha kolleksiya yig'ishlar bo'lgan xonlar tomonidan, amirlar tomonidan juda noyob narsalar yig'ilgan ularning saroylarida. Afsuski bu narsalar birinchidan tor doira uchun ko'rsatilgan kolleksiyalar bo'lgan. Qolaversa ana shu keyinchalik tarixdan ma'lum o'sha mustamlakachilar tomonidan bu narsalar eng noyoblari talon-taroj qilib, o'sha yuqorida qayd etilgan o'sha Britaniya muzeyi bo'ladimi yoki o'sha Sankt-Peterburgdagi davlat muzeylari bo'ladimi, Fransiyadagi boshqa muzeylarda hozir ular namoyishda turibdi. Ularni o'sha osora atiqalar bo'limlarida bu ham bizani bir nima desak bo'ladi, armonimiz, bizani bir fojiamiz. Bu bir jihati deydigan bo'lsak, keyingi aytadigan fikrim mana shu davlat ta'minoti masalasi ham menimcha o'sha mana yuqorida ham uni tarixiy ildizlari qisman aytib o'tildi. O'zi o'sha O'zbekistonda, ya'ni Turkistonda dastlabki muzeyni tashkil qilinganligi ham o'sha Chor ma'muriyati tomonidan olib borilgan juda katta shu moddiy madaniy boyliklarning qidiruvi natijasida jamlanib qolgan narsalarni o'sha
ko'pchilik tadqiqotchilar buni e'tirof etishadi, muzeyshunoslar, tarixshunoslar saralanishi uchun ham bir maskan qilib muzey ko'rinishida qilingan eng noyoblari olib ketilgan, saralanib, qolganlari bu yerda qolib xo'ja ko'rsinga, xalq namoyishiga qo'yilgan jihatlari ham bor. Keyingi davrda bo'ladigan bo'lsa, asosan mana shu o'lkaga endi Sovet imperiyasi deymiz, Qizil imperiya deymiz, davrida o'zini bu hududlar uchun yod bo'lgan g'oyasini singdirish uchun, ya'ni mafkurani singdirish uchun muzeylardan foydalangan. Albattaki muzeylar davlatni tizgini qo'lida bo'lgan bo'lishi kerak bo'lgan. Mana shu jihatdan kelib shu narsa nimagadir o'sha stereotip bo'lib qotib qolgan degan bir mulohazaga keldim hozir. Endi homiylik masalasida mana Jannat Hamidova juda aytdilar, o'zimizning homiylar masalasi bor-da. Chunki hozir bir sal qaltisroq jarayon bo'lyapti. Muzeylarimizda biza hozir o'sha hamkor qidiryapmiz-da, ko'proq bizga xorijiy tashkilotlar labbay deb javob berib kelyapti. Biza endi o'zimizni ham rivojlantirish uchun o'sha homiylik ular bilan hamkorlikda ko'p loyihalar amalga oshirilyapti. Mayli o'sha yangi ko'rgazma qilinishi bo'ladimi yoki bo'lmasa qanaqadir albomlar nashr qilinishi va hokazo ekspeditsiyalar uyulishi o'sha fondlarni boyitish maqsadida, lekin u xorijiy hamkorlarni ham o'zining manfaati bor, lekin u xorijiy manfaatida. Shuning uchun ishlaydi u. Ha, albatta. Bu muayyan ma'noda yana bizga xavf tug'diradi o'sha madaniyatimizga, o'sha taraqqiyotimizga va hokazo va hokazo. Shuning uchun ham juda yaxshi tashabbus, juda yaxshi fikrlar bildirildi. Aynan o'zimizni, ya'ni o'zimizni ichimizda bor homiylar mana shu narsaga e'tibor qaratishsa. Kolleksiyalar masalasi mana aytildi. Mana o'sha buyuk sohibqiron Amir Temur deymiz, boshqa o'sha anaqalar bilan birga ularni fan, madaniyat va san'at homiysi ham deymiz. Ular ham o'sha ko'p narsalar jamlangan va bu bizani boyligimiz bo'lib kelgan to olib chiqib ketilguncha. Bitta misol, u ham tasodif bo'lib qaytib qolgan, juda katta siyosiy endi jarayonlar bo'lgan u yerda. Qur'on mushaf, Usmon mushafi deymiz, Mana hozir qanaqa bizani butun islom dunyosida, nafaqat islom dunyosi, butun jahonda o'sha narsa bizada borligi juda katta ahamiyat kasb qilib kelyapti. Bu bizani endi anaqamizda, boyligimizda bo'lib qolganda, tarixdan kelib kelayotgan boyligimiz bo'lib qolgan. Mana Sovetskiy muzey bor Qoraqalpog'istonda. U ham o'sha fidoyilardan yuqorida aytgan. O'zi umr davomida o'sha yig'ib shu hududda har xil turdagi ashyolarni. San'at asarlari. Mana hozir o'shani kolleksiyasi dunyoga mashhur Sovetskiy muzeyi bo'lib, O'zbekistonni yanada bir o'z yuzini ko'rsatib turgan jarayonlarni ko'ryapmiz. O'ylaymanki, mana shu jarayon kelajakda taraqqiy etsa, bu kelajakga sarmoya-da, bunday olib qarasa. Istalgan mana shu yurtni fuqarosi, tadbirkor, mana shu o'zini aqli, zehni, zakovati, tashabbusi, harakati bilan pul to'playotgan, pul topayotgan insonlar uchun, o'zidan orttirayotgan insonlar uchun bu ham saxovat, ham kelajakka juda katta sarmoya. Men juda xursand bo'lgan edim, o'sha Xorazmda, Urganchdagi, Xivadagi Nurillaboy saroyini olib, bank ta'mirlab, o'sha zamonaviy hozir rassomlarimizning asarlarini olib, kolleksiya qilib, o'sha sotib olib, o'sha ijodkorlardan o'sha yerga kolleksiya, galereya qilib qo'ygan. Bu juda uzoqni o'ylab qilingan ishki, bugungi hozir ko'pchilikning nazariga ilinmayotgan biror bir asar ertaga bu durdona bo'lishi mumkin. Mana shunaqa jihatlarni ham o'ylash kerak. Shu homiylarimizni shu taraflardan ham yondashsalar, aytamanku, bu izsiz yo'qolmaydi. Bu millatimizning milliyligini saqlab qoladi. Kelajagimizni yanada mustahkam bo'lishini. Mana 3-Renessanslar muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan biz hozir qadam-qadam ketyapmiz. U kelajakni ham mana shu yuksalishsiz, madaniy yuksalish bir qismi bo'lishi kerak. Asosiy omillardan bittasi ilmiy, madaniy yuksalish. Rahmat Murat aka. Surayyo opa, Murat akani fikrlariga qo'shimcha bo'lsa, marhamat. Men qo'shimcha qilib shuni aytmoqchi edimki, avvalambor o'sha o'rta asrlar davriga, ya'ni Temuriylar davriga xos to'xtalib o'tmoqchi edim. Balki u paytda bilishmagandir tom ma'nodagi o'sha metsenatlik, homiylik nimaligini. Lekin aynan Amir Temur, Temuriylar davri O'zbekiston tarixidagi haqiqatda ham ana shu homiylik qilingan, eng gullab yashnagan davr hisoblanadi. Sohibqiron Amir Temurning o'zi
shohrux mirzo, ulug'bek mirzo va jamiki temuriylar tomonada o'z davrini homiylari bo'lishgan va aynan ular davrida ana shu san'at madaniyatning yuksak rivojlanishi ham ana shu san'at namoyandalarini, shoirlarni, yozuvchilarni, tarixchilarni, jamiki ustalarni, san'at arboblariga homiylik qilganligi sababli bo'lgan deb hisoblayman. To'g'ri, o'sha davrda juda ham ko'p noyob ashyolar yaratilgan va ularni hozirgi kunda eng yaxshilarini afsuski O'zbekistonda saqlanmasligi bu o'rganilishi yana kerak bo'lgan masala deb o'ylayman. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, haqiqatda ham Sovet tuzumi davrida bizda shunday muzeylardagi ashyolar davlatniki deb hisoblangan va xalqda ham bu davlatniki, demak davlat himoya qilish kerak, davlat nazoratga olish kerak, davlat to'ldirishi kerak degan narsa shakllangan. O'ylaymanki, hozirgi kunda mana mustaqillik davrida endi xalqimizda bu meni tarixim, bu meni avlodlarimni tarixi va buni kelajakka men yetkazib berishim kerak degan narsa shakllanishi kerak deb o'ylayman. Shu o'rinda bitta misolni aytmoqchi edim. Men Armaniston muzeyiga borganimda muzey tarixi bilan, muzey eksponatlari bilan tanishtirilayotgan paytda shunaqa narsani ko'rsatishganda, har bitta yuqorida hamkasblarim ham aytishdi, har bitta eksponatni ko'rsatib turib, bu falonchini sovg'asi, bu falonchini sovg'asi deb qayta-qayta takrorlashgan. Shunda qiziqib savol berganmiz. Nimaga aynan shunaqa deb aytib ta'kidlayapsizlar deb. Chunki bu muzey tarixi, muzey faoliyatida bor. O'sha kim sovg'a qilganligi va qayerdan keltirilganligi yoziladi, lekin ular ta'kidlab aytishganligi uchun savol tug'ilganida ularning javobi shunday bo'lganki, mana shu eksponatlarni millati arman bo'lgan, lekin hech qachon Armanistonda yashamagan va chet elda yashayotgan arman odamlar sotib olib muzeyga, Armanistonga sovg'a qilishadi deb aytishgan. Millatparvar. Ha, men xohlardimki, hozirgi kundagi ana shu bizni tadbirkorlarimiz mana shunaqa millatparvar bo'lsa. Shu bilan birgalikda aynan Temuriylar tarixi davlat muzeyida mana shu homiylikka misol ham keltira olaman, chunki biz aynan homiylarning yordami bilan Sankt-Peterburg Ermitajda saqlanayotgan Mironshoh Mirzoni uzuk muhrini aynan nusxasini yasatib olib kelganmiz. Bu homiylar pulini to'lab berishgan va Gavharshodbek begim muhrini yasatib muzeyda hozirgi kunda ana shuni egizak nusxasi saqlanadi. Bundan tashqari 2017-yilda bu albatta prezidentimizning tashabbuslari bilan bo'lgan Agrobank homiyligida muzeyning katalogi nashr etilgan. Bu o'sha dunyo standartlariga javob beradigan 3 ta tilda juda ham chiroyli katalog ham aynan homiylarning yordamida Temuriylar tarixi davlat muzeyi durdonalari nomli katalog ham nashr etilgan. Va shu bilan birgalikda mana shu muzeyimiz ekspozitsiyasida juda ham ko'p narsalar borki, buni aynan o'sha homiy deb aytsak ham bo'ladi. Mana saxovatpesha insonlar mana shu O'zbekiston tarixiga, Temuriylar davri tarixiga befarq bo'lmagan odamlar sovg'a qilgan. Masalan, Toshkentlik Saltanat Siddiqova muzeyga juda ko'p ashyolarni homiy sifatida o'zlari berganlar, beg'araz. Buning uchun hech qanaqa pul ham hech narsa to'lanmagan. Va hozirgi kunda ana shu muzey ekspozitsiyasining eng boy qismlaridan bittasi shu hisoblanadi. Shu o'rinda shuning uchun ham aytib o'tmoqchi edimki, hozir bizda ko'p hollarda aynan davlatning o'zi muzeyning homiysi bo'lib qolyapti-da. Masalan, o'sha 261-qarorda ham muzeylar uchun agar ashyolarni sotib olishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, davlat tomonidan mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Menimcha o'sha homiylar, ya'ni tadbirkorlar yordam bersinki, biz davlatga emas, balki ana shu homiylarga umid qilaylik. Davlat byudjeti boshqa narsalarga sarflansin. Hozirgi kunda bundan ham balki kerakli narsalar bordir, lekin aynan homiylarimiz mana shu muzey ekspozitsiyasini boyitish uchun, muzeylarni to'ldirish uchun o'zlarining hissalarini qo'shsa, yuqorida hamkasblarim aytishdi, bu bir umrga tarixda qoladigan narsa bo'ladi. Ularning ismlari yoziladi. Har bir ekskursiya davomida qayta-qayta ana shu odam shu narsani muzeyga sovg'a qildi yoki muzeyga berdi degan narsa aytib o'tiladi. Bu kitoblarga yozilib qo'yiladi. Kataloglar chiqarilganda ham mana shu kolleksiyani homiysi kim bo'lganligi albatta aytiladi. Men aytmoqchimanki, hamma narsadan ham moddiy manfaat kutish kerak emas. Shunday bo'lish kerakki, faqat moddiy emas, balki kelajakning poydevorini, mana shu tarixni saqlab qo'yish ham mumkin bo'ladi. Biz homiylarni tarbiyalashni
maktabdan yoshlikdan boshlashimiz kerakda. 1.400.000 yevro ishlab bir kunlik o'sha tushlikdan tushgan pul. hamma narsani me'yori bo'lgani yaxshi, reklamani ham me'yori yaxshi. Nima uchun pul to'layapti deyapsiz-da? Ular uchun sharaf. Negadir qo'rqishyapti. Keyin olib qo'yasiz deydi. Nega olib qo'yaman? Bu sizni shaxsiy kolleksiyangiz-ku. Homiylar bilan muzeyda marketing bilan, muzeyda reklamasi bilan shug'ullanadigan, homiy topadigan bormi? Yo'q. Hamma savol beradi, shu 7 ta darvoza bo'lganmi, 9 ta darvoza bo'lganmi, 12 ta darvoza bo'lganmi? Oxirgi 4-5 yil ichida o'sish katta bo'ldi. 5000 ta muzeyga chiqdi. 30 yil oldin 500 ta muzey bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida yoritish kerakdir balki. Bitta stol 50.000 yevro. Ya'ni o'sha yerda bir kun tushlik qilish. O'zbekiston birinchi marta auksionda ishtirok etdi va tariximizga oid bo'lgan durdolarni sotib oldi. Endi bu yerda mexanizm ishlab chiqish kerak. Buyruq olish asosida hal qilish kerak emas, muzeylar erkinlik bo'lishi kerak. Keling shu o'rinda xorij tajribasiga to'xtalsak, dunyo tajribasida aynan mana shu homiylik masalasiga qaysi jihatlarni o'zlashtirsak bo'ladi? Akmal aka, sizdan boshlasak. Endi jahon tajribasiga kelsak, bu juda katta tajriba bor. Bevosita o'zimiz guvohi bo'lgan tajribalardan bir ikkita misol aytishim mumkin. Mana 2022-23 yillari Fransiyaning poytaxti Parij shahrida juda katta ko'rgazma bo'lib o'tdi. Ya'ni O'zbekistonning o'sha yirik muzeylardan va o'sha ilmiy tadqiqot institutlarining arxeologik kolleksiyalaridan eng sara noyob o'sha durdonalar o'sha Luvr muzeyida namoyish qilindi. Va bevosita shu muzey xodimlari ham shu ko'rgazmani tashkillashtirish jarayonida ishtirok etdi va shaxsan o'zim ham ishtirok etdim va ko'p jihatlarga e'tibor qaratdim. Ya'ni Luvr bilamiz, juda ham katta muzey, u yerda juda ham ko'plab eksponatlar bor. Uni saqlash, ularni o'sha restavratsiya masalalari juda katta mablag'ni talab qiladi. Biz bevosita hamkorlarimizda shu savol bilan yuzlandikki, buni qanday o'sha davlat tomonidan moliyalashtiriladi yoki bir homiylar bormi deganimizda, ular shunday javob qilishdiki, Luvr muzeyi 50% davlat tomonidan, hattoki 60%, 50-60% davlat tomonidan moliyalashtirar ekan. Qolgan mablag'ni o'zi ishlab topadi yoki bo'lmasa o'sha metsenatlar, homiylar hisobiga topadi. Biz o'sha jarayonda yuribmiz. O'sha dushanba kuni edi, muzey seshanba kuni ishlamaydi Luvr muzeyi va tushlikdan keyin u yerda stollar olib kelishni boshladi. Restorandan maxsus o'sha xodimlar keldida, juda katta stol hozirlandi. 100-200 kishilik stol qilinyapti. Biz hayron bo'ldik. Muzeyda restoran nima qiladi? Muzeyning ichida. Muzeyning ichida. Endi Luvr muzeyiga mana ko'pchilik borishgan, ichimizdan ham o'rtada maydonda mashhur arxitektor Pey tomonidan qurilgan piramida bor. Oynali piramidani tagida bu kolleksiyalarga o'tadigan o'ziga xos bir maydon hosil bo'lganda, o'sha maydon bo'shliq maydon, u yerda shu muzey ishlagan kunlar odamlar nimalarga o'tadi? Ko'rgazmalarga. U binoga, bu binoga shu korpuslarga o'tadi. Dam olish kuni u yerda maxsus tadbirlar uyushtiriladi ekan. Kitoblar taqdimoti yoki hattoki to'y marosimlari, unashtiruv marosimlari va biz hayratda qoldik. Ertaga bu yerda deydi tadbir bo'ladi deydi. Ertaga bir korporativ ujin, ya'ni o'sha tushlik bor deyapti-da. Ya'ni qiziqdikda, bu biz uchun yangilikda. Keyin ozgina internetda qaradim, qanaqa bu tadbirlar uyushtirayotgansa, mana uzoqqa bormaylik, 2 oy oldin tushlik uyushtiribdi Luvr muzeyi. Bu yerda bir kun bo'lgan 1.400.000 yevro ishlabdi. Bir kunlik o'sha tushlikdan tushgan pul. Hatto o'sha Fransiyadagi eng mashhur L'Oréal Paris yoki bo'lmasa Dolce Gabbana yoki bo'lmasa o'sha nihoyatda mashhur brend firmalar oldindan stol zakaz qildi. Bitta stol 50.000 yevro. Ya'ni o'sha yerda bir kun tushlik qilish. Tasavvur qilyapsiz, bu demak har hafta o'sha Luvr muzeyi ishlamagan paytda ular nihoyatda shu muzeydan to'g'ri foydalanib, mana yana boshqa bir bitta tizim bor Luvr muzeyida. Ya'ni bularda o'sha hamkorlik bir loyihasi bor. U doirasida kompaniyalar 1 yillik vznos oladi. Eng kam minimal vznos 35.000 yevro turadi, eng kami. Bu kompaniyaga, ya'ni shu Luvrga kirish ki ko'rgazmalar bo'ladiki, vaqtinchalik ko'rgazmalarga onlayn bilet zakaz qilish yoki bo'lmasa o'sha Luvr zallarida turli tadbirlar uyushtirish yoki bo'lmasa xohlagan bir kun o'sha tushlik qilish imkoniyatini berar ekan. Mana qanday qilib pul ishlash. 2017-yili mana muzey xodimlari xabari bor. Birlashgan Arab Amirliklarida Abu Dhabi Luvr ochildi. Abu Dhabi o'sha arab shayxlari Luvrga nechta pul to'laganini bilasizmi? 400 million. Faqatgina brend uchun.
Louvre degan nomni o'sha Abu Dhabi Louvre deyish uchun 30 yilga, faqat u ham 30 yil, bir umrga emas, 30 yilga 400 million pul to'lagan. Akmal aka, bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Siz faqat o'sha menejerlik faoliyati haqida to'xtalyapsiz-da. Nima uchun ular shunday katta mablag'ni yo'naltiryapti shu muzeyga? Mana hozir sizga nima aytaman. ularni e'tiborini jalb Endi qilyapti? yana bitta o'sha raqamni eslatib ketaman. Yana bu 400 million yoniga 200 million qo'shilyapti. Shu arab shaharlari pul to'layapti. 200 million yevro to'layapti. 300 ta eksponatni 30 yil davomida namoyishga qo'yish uchun. O'sha Picasso, o'sha mashhur Manet deymizmi, Leonardo da Vinci ishlari endi Parijga borib o'tirmaydi. Arabistonliklar, o'sha arab davlatlari, o'sha Saudiya Arabistoni bor, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, u kelib o'sha Abu Dabini o'zida ko'ra qoladi. Endi mana nima uchun pul to'layapti deyapsiz-da? Ular uchun sharaf. Louvre muzeyida tushlik qilish yoki Louvre muzeyida to'yim bo'ldi deyish sharaf ular uchun. Chunki o'sha Louvre muzeyi u har qanday L'Oreal Parij yoki bo'lmasa o'sha eng mashhur kompaniyalardan ham ustun turadi. Mana Asroy opam aytdilar, biz istaymizki bizga homiylik qilishsin. Homiylik qilish uchun o'sha muzey shunaqangi darajada bo'lishi kerakki, hamma havas qilish kerak. Qachonki men ham o'sha muzeyga homiylik qilar ekanman. Mana o'sha Yaponiyada men stajirovka o'tayapman. Tokio Milliy muzeyi bor. Tokio Milliy muzeyini homiylariga qiziqdim. Internet ochaman, zerikib ketdim o'qib. Shunaqangi qator ko'pki, Toyota Corporation, Mitsubishi Corporation endi Yaponiyada nihoyatda milliardlagan o'sha korporatsiyalar bor. Ya'ni o'sha moliyaviy jihatdan nihoyatda qudratli kompaniyalar. Uni sanab sanog'iga yeta olmaysiz-da, homiylik. U yerda siz o'zingiz homiy bo'la olmaysiz. Mana Janat Hamidovni bitta tadbirkor ozgina homiylik qilganiga xursand bo'lyaptilar. Ularda teskarisi. Siz tadbirkor homiy bo'lsa, do'ppisini osmonga otadi. Men deydi, mana shu muzeyga homiy bo'ldim. Ular uchun o'sha muzeyda ishlash, muzeyga borish, muzeyga homiylik qilish sharaf. Mana shuning uchun ular homiylik qiladi. Nega shunday? Nega shunday, Akmal aka? Nega shunday? Dunyo qarash bilan. Endi bu bilasizmi, bu yillar davomida shakllangan. Mana o'sha bizdagi muzeylar 19-asr oxirida shakllangan, paydo bo'lgan bo'lsa, tuzilgan bo'lsa, o'sha Yevropada ular 17-asrdayoq o'sha muzeylar boshlangan. Bu o'sha aytdimki, ularda kapitalistik tuzum uzilmagan holda sekin-asta rivojlanib kelgan. Bu yerda o'sha muzeylarni o'sha darajaga chiqishiga, ularda Louvre bo'lish yoki o'sha Amerikada Metropolitan deymiz, yoki mana o'sha Rossiyada Ermitaj, mana Britaniya muzeyini misol keltiryapmiz, davlatni qudrati bilan bog'liq. Qachonki davlat siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan qudratli bo'lsa, uni muzeyi ham qudratli bo'ladi. Mana Koreya Milliy muzeyida ham stajirovka o'tadim. Koreya Milliy muzeyi bu vatanning yuragi deb yozib qo'yibdi, o'sha saytiga yozib qo'yibdi. Ya'ni eng qiziq jihati dunyoni har qanday nuqtasidan, burchagidan siz Koreya Milliy muzeyiga osmonni ko'rmasdan borishingiz mumkin. Mana hozir shu yerdan taksiga o'tirasiz, aeroportga keldingiz, Toshkent xalqaro aeroportiga, samolyotga o'tirdingiz. Samolyotdan osmonni ko'rmasdan muzey ichidan chiqishingiz mumkin. Seul aeroportiga qo'nasiz, sizni elektropoyezd Seuldagi vokzalga boradi. Vokzaldan metroga o'tirasiz, o'sha muzeyda bekati bor. Muzey bekatidan yer osti tunneli siz muzeyga olib chiqadi. Siz ko'chani ko'rmasdan muzeyga kirasiz. Ya'ni shu darajada bu davlatni siyosati o'sha muzeylarga qaratilgan. Mana oxirgi 30 yilda Xitoy 5000 ta muzeyga chiqdi. 30 yil oldin 500 ta muzey bo'lgan. Hozir Xitoyda bu davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ya'ni o'sha odamlarni, aholini, maktab o'quvchilarini muzeyga olib borish bu dasturga kiritilgan. Qachonki bolalar o'zi o'sha muzeylarga ko'p olib borilaversa, ertangi u o'zini farzandlarini olib boradi, o'zlarining nevarasini olib boradi. Bu ya'ni o'sha Sovet paytida ham bu tizim bo'lgan, Janat Hamidovni yaxshi bilasiz. Ya'ni maktablar olib borilar edi. Bu narsa qachonki o'sha muzeylarga ko'p boraversa, u odatlanishga kiradi. Ya'ni odatlanish kerak-da, muzeylarga ko'p odam borish kerak va o'sha muzey xalqqa, jamiyatga foydasi ko'p tegsagina, faqatgina biz endi davlatga, hukumatga yordam bering, yordam beringlar deb aytishdan ko'ra ko'proq biz o'sha muzeylar ham jamiyatga foyda keltirish kerak. Qanchalik jamiyatga foyda keltirsa, demak uni iqtisodiy manfaat ham o'z oshib boradi. Janat opa, bu borada sizni fikrlaringiz, mana yuqorida ham aytdik, o'sha shiorlarni aytyapti, saytlarida qo'yilgan. Dunyodan kelayotgan insonlar tarix kitobimizni o'qimaydi, lekin muzeylarimizga keladi deyapmiz. Muzeylarimizni sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari yoki qanaqadir roliklarimiz, reelslarimiz, nazarimda bu borada bizda ancha oqsayotgan tomonlarimiz ko'p. Haqiqatan ham ancha oqsayotgan tomonlarimiz bor, lekin biz
harakat qilib ko'rdik. Masalan, metroda vagonlar ichidagi ekranlarga qo'ydik. Afrosiyob poyezdiga qo'ydik. Muzeyimiz haqidagi 1 minutlik, 2 minutlik roliklarni, lekin yaxshi effekt berdi. Qaysi ma'noda? Kimni ko'rsam, sizni muzeyingizni metroda ko'rdim. Samarqandga, Buxoroga borganlar o'sha vagonlarda ham ekranlarda turibdi sizni muzeyingiz. Ko'rdik deyishdi. Xursand bo'ldim, demak, odamlar e'tibor berishar ekan baribir. Shunchaki o'tib ketishmas ekan. Afsuski, bilasizmi, bu narsalar hammasi mablag' bilan bog'liq. Bizga metropoliten xodimlari, afrosiyoblar ular bepul qo'yib berishdi. Lekin buni 1 oy qo'yib, 4 oy qo'yib to'xtatib qo'ysangiz, odamlarning esidan chiqadi yana bu narsada. Bu muntazam bo'lish kerak. Mana masalan, biz nima uchun har kuni televizor orqali dorilarni, bosh og'rig'iga nima dori kerak, oyoq og'risa nima surish kerak, manaman degan aktyorlarimiz chiqib reklama qilib yotishibdi. O'zligi ichib ko'rishmasa ham shu dorini reklama qilishadi. Nega muzeylarni shunaqa qilmaymiz? Nima uchun muzeylarga istisno tariqasida televideniyada, radiodan hech bo'lmaganda 3 minutlik, 2 minutlik vaqt ajratishsin. Masalan, har kuni bitta muzeyni reklama qilib bersin, to'g'rimi? Bu tomonlari ham bor. Ko'chadagi reklamalarni men bilasizmi, 10 yildan beri gapiraman. Nima uchun endi shunga hozir shunaqa bo'lib qoldiki, jamiyatdagi fuqarolarimiz vrachga bormasdan reklamaga qarab dori sotib olishyapti. Reklamaga qarab oziq-ovqat mahsulotini sotib olyapti. Bu ham noto'g'ri. Hamma narsani me'yori bo'lgani yaxshi, reklamani ham me'yori yaxshi va men aytamanki, ha deb mana bu bemaza seriallarimiz bor, qaynona kelin muammosi, urush janjallar, shularni o'rniga ozgina o'sha orasida reklama qilib qo'yinglar, shu narsani ozgina muzeyda. Ijtimoiy roliklarni ko'paytirish kerak. Ijtimoiy roliklar, mana biz hozir Facebookga ham a'zo bo'lganmiz, Instagramga ham a'zo, ozgina YouTube'ga ham chiqaryapmiz. Hozir yana biz muzeyni ochilishiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shunaqangi hozir ochilishdan oldin ham reklama qilib chiqamiz hammamiz. Muzeyning ochilishini, ekspozitsiyalar o'zgardi, lekin men bir narsani angladim. Mana shu biz muzey yopilgandan mana shu bugunga qadar e'tirozlarni eshityapmiz. Qachon ochasiz? Tezroq bo'ling. Turistik firmalar, aholi, maktab, chunki hozir Toshkent shahrida 2 ta muzey yopiq. Biri O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, ikkinchisi san'at muzeyi. Bizdan ham oldin 2 yil bo'ldi bekilganiga. Toshkent shahridagi turistlarning asosiy boradigan joylari mana shu 2 ta muzey, uchinchisi Temuriylar tarixi davlat muzeyi. Mana shu 3 ta katta muzeyga borishadi ko'proq. Va nima uchun aynan tarix muzeyini yaxshi ko'rishinglarni bilmagan ekanmansak, hamma tarix shu joyda-ku deyishyapti-da. Hamma narsa shu yerda-ku, chunki bizani qadimgi davrdan boshlab bugungacha bo'lgan tariximiz shu joyda. Chunki bilasizmi, turistlarning o'zi mana davlat arboblari kelishadi. Katta xalqaro tadbirlar juda ham ko'p bo'lyapti. Vazirliklar qoshida juda ko'p vazirliklarimiz ham, tashkilotlar ko'p, ular hammasi mehmonini olib keladi. Va shunda chiqib ketayotganda rahmat deyishadiki, biz O'zbekiston haqida tasavvurimiz yo'q edi. Biz muzeyga kirib chiqib, O'zbekiston qanday davlat ekanligini, uni insonlari qanaqa inson ekanligini, allomalari kimligini shu joyda anglaydik deydi. Bu narsani juda ko'p biz eshitamiz-da bu narsani. Shuning uchun ham men bu aytyapman, ko'chadan kelgan turist O'zbekiston tarixini internetga kirib ozgina ma'lumot olishi mumkin, lekin u katta kitobni o'qiy olmaydi-da. Uni o'zini ongiga singdirib ham ola olmaydi, lekin muzey buni qila oladi. Muzey chunki insonni ko'rish qobiliyati uni eshitishga nisbatan yaxshi ishlaydi. U masalan juda ko'p narsani mana yoshligingizda xotirada saqlab qolasiz-ku, xuddi shunday. Endi shuning uchun ham men aytmoqchimanki, to'g'ri, kamchiliklarimiz ko'p, lekin 34 yil ichida yana shu darajaga o'sdik. Bu oxirgi 4-5 yil ichida o'sish katta bo'ldi muzeylarda. Bu islohot bilan bog'liq. Islohotlar prezidentimiz bilan bog'liq. Chunki birdaniga biz bir yo'la dunyodagi eng mashhur Luvr muzeyiga borib qo'ya qoldik. Ko'rgazmamiz. Birdaniga biz Luvr muzeyini zabt etdik. Mana Metropoliten muzeyi ham, Britaniya muzeyi ham qolmayapti. Bu yerdan Sharq muzeylari hammasida mana shu O'zbekistonni osor atiqalari ko'rgazma qilinyapti va e'tirof kelyapti. Ular yana bir marta tanishyapti. Chunki hammaning ham vaqti yo'q. Masalan, O'zbekistonga kelib, O'zbekiston tarixi davlat muzeyini yoki san'at muzeyini ko'rishga, to'g'rimi? Lekin ko'rgazma olib borganingizda uni ko'rgandan keyin kelyapti ular. Chunki men shu narsalarni o'zi guvohi bo'ldim. Masalan, Lurda qilgan ko'rgazmamizdagi hali tugashimasdan biz Amerikaga borgandik ish bilan. Ular aytishyapti, Lurda zo'r ko'rgazma qilsalar qachon yopiladi? Biz uni ko'rishga ulguramiz ham yo'qmi? Juda qiziqib ketyapmiz deyishdi. Lekin men Amerikaga borganda shu gapni eshitganimdan keyin aytdim, yo'q.
buni to'g'ri yo'ldan natijasi ketayotgan ekanmiz. To'g'ri yo'l nima ekan? Chunki sababi hammani ham imkoni bor emas. Butun mana shu boshqa davlatlarga borib muzeylarni ko'rishga 30 yil oldin muzeylarni qanaqa ishlasak dirdik, 20 yil oldin bunaqa problema. Hozir biz metsenatlarni nimasiga o'tdikmi, demak bilingki biz ancha o'sdik. Bosqin biz ancha o'sdik va bu o'sishimiz juda tez bo'layapti, chunki islohotlar bilan bog'liq deb aytdim. Men o'ylaymanki metsenatlarni biz qamrab olamiz. Mana Koreya milliy muzeyiga borganda yoki o'sha yerda folklor muzeyi ham bor. Biz ancha yildan beri aloqalar qilamiz bu muzey bilan. O'sha yerga borganda bitta chinovnik deb qo'yishdi. Endi shu davlat, shu hukumat anaqa darajasiga juda bir vazir darajasidagi insonni kolleksiyasi bor ekan. U o'zini kolleksiyasini 1 yilga shu muzeyga beribdi. Sizlar endi bunga pul to'laysizlar desam, yo'q, pul to'lamaymiz dedi. Mana shu muzeyga qo'yganimiz o'zi unga faxr dedi. Chunki uni kolleksiyasini butun dunyo kelib ko'ryapti dedi. Men juda havasim keldi. Bizni kolleksionerlarimiz ham chaqiryapman. Negadir qo'rqishyapti. Keyin olib qo'yasiz deydi. Nega olib qo'yaman? Bu sizning shaxsiy kolleksiyangiz-ku. Keyin ber deb aytmaysizlarmi? Davlat muzeyida qolsin deb gapirmaysizlarmi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Siz ko'rsating, biz ko'raylik, rohatlanaylik uni. Bizda yo'q narsalarni sizda ko'raylik, agar imkon bo'lsa sotib olaylik deb. Yana bitta yo'l bizning tadbirkorlarimizga dunyoda har yil bir necha marta xalqaro auksionlar bo'ladi. Mana yaqinda Islom sivilizatsiyasi markazini xodimlari borib, O'zbekiston birinchi marta auksionda ishtirok etdi va tariximizga oid bo'lgan durdolarni sotib oldi. Bilasiz, bu birinchi marta bu. Bu kunni ham eslab qolishimiz kerak, tarixda qoladigan bo'ldi va bizga eng nimasi bilasizmi, mana tadbirkor aytishi mumkin, men qayerdan bilaman nimani sotib olish kerakligini. Chunki bular bir hafta 10 kun, 15 kun oldin chiqarishar ekan auksionga qo'yilgan narsalarni. Siz ko'rasiz, tadbirkorga bitta olim kerak, qaysi soha bo'yicha nimalar bizda bormi yo'qmi? Yo'q narsani olish kerak, bor narsani emas. Mana Temuriylar davriga oid bizani o'zaro aytsak juda kam sanoqli. Yoki bo'lsa allomalarimizga oid ham juda ko'p emas. Lekin Turkiyaga borsangiz yoki mana bu Saudiya Arabistoniga, shu arab mamlakatlarida, hatto Koreyada ham turibdi-da bizning narsalarimiz, Yaponiyada turibdi, butun dunyoga tarqab ketgan. Nima uchun bizni tadbirkorlarimiz shu auksiondan bir dona bo'lsa ham narsa sotib olib, mana bu sizga, bu bizning tariximiz ekan. Bilasizmi, shunaqa deyapman. Uraldan yaqinda bir bizani vatandoshimiz keldi, Yekaterinburg shahrida muzeyda, mana qiziqarli ma'lumot-da, bu hech kim o'ylamagan bu narsani. Amir Temur maqbarasiga kirganingizda chetida panjara bor, marmar panjara bor, bilasizmi, balandligi 1 metr ham kelmaydi. U aytdiki, mana shu muzeyda dedi, shu Amir Temur maqbarasidan olib ketilgan 1 metrlik panjara bor ekan dedi. Bo'lishi mumkin emas dedim men. Uni tantana qilib muzey uni qo'yib, ochilib tantanalar qilishyapti. Amir Temur unaqasi. Keyin o'tirib o'qidim. Kim olib ketgan ekan? San polkovnik Baranov dedi. Kitoblarni tutdim. Bor ekan shunaqa odam. Polkovnik Baranov bor ekan. Samarqandda zabt etilganda men bilmadim, nima uchun shu panjarani bir bo'lagini sindirib olib ketish kerak edi degan savol menda tug'ildi-da. Masalan, to'g'ri, butun dunyoga borsangiz, butun boshli devorlarni ko'chirib olib ketishgan Yevropa muzeylarida ham-da. Masalan, Berlinda ham ana ko'rsangiz, hayron qolasiz, nimaga arxitekturaga oid bo'lgan katta-katta haykallarni ko'chirib olib ketishgan. Endi panjaraga tegmasa bo'lardi-ku dedim. Bu gapni eshitib 2 kundan keyin Samarqandga borishim to'g'ri kelib qoldi. Xursand bo'lib uchib bordim Samarqandga. Shundoq kirsam, aynan shu joyi yo'q-da, ishonasizmi? O'sha joyda e'tibor bermagansiz. Nusxa turibdi. Yo'q, endi uni kopiyasini qilib qo'yishgan. Shunda ajrab o'lchadik. Keyin rasmga olib jo'natdim. Shunaqamsan, shunaqa dedi. Shunda yuragim achib qoldi. Hech kim xayoliga kelmagan. Keyin aktlari bor ekanmi, qanaqa topshirgan, rostdanmi degan savolni berdim. Bu yil bormoqchi edim, ulgurmadim. Lekin albatta boraman, ko'raman o'z ko'zim bilan. Endi uni qaytarish masalasi juda ham qiyin, chunki muzeydan, boshqa davlatning muzeyidan, boshqa davlatning muzeyiga artefaktlarni o'tish juda qiyin muammo. Bu endi yuqori darajada yechilgan muammo. Rahmat Jannat Hamidova. Dunyo tajribasi bo'yicha yana kimda fikrlar, ma'lumotlar bor? Dunyo tajribasida korporativ muzeylar degan tushuncha bor. Masalan, hozir O'zbekiston Respublikasida Madaniy meros agentligining taqdim etgan ma'lumotlarda 10 dan ortiq shaxsiy muzeylar bor.
lekin man shunaqalarni bilaman, ustozim ham biladilar, korporativ, ya'niki qaysidir tashkilotlarga, qaysidir zavodlarga, qaysidir korxonalarga tegishli muzeylar ko'p. Sababi bizni o'sha davr aytgandek rivojlanyapmiz-da, sekin kelyapmiz o'sha davrga. Ya'niki zavodda qancha narsa ishlab chiqargani bilan emas, zavodda qanchalik shu kungacha nima muvaffaqiyatlarga erishganini ko'rishimiz mumkin. Endi muzeylarga ham odamlarning qaytishi bor. Chunki hamma sohada bo'lgan ekan, muzeylardan ham odam qochdi. Misol uchun teatr sohasida ham, kino sohasida ham barcha sohalarni sanab o'tganimizda bular ham hammasi madaniyat sohasi hisoblanadi. Yoki opera teatriga borishlarimiz, misol uchun operetta teatrlariga borishimiz. Muzeylar ham xuddi shunaqa, lekin muzeylarga nisbatan qolgan sohalarga nisbatan muzeylardan odamlar ko'proq foydalandi. Ya'ni hali yuqorida sanab o'tganingizdek qanaqadir o'quvchilarni olib kelish, talabalarni olib kelish, boshqa soha vakillarini olib kelish mayli xohishga, ixtiyorga bo'lgan, lekin men bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, har doim aytiladiki, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bizda muzeylar harakat qilyapti shu narsani, ya'niki ko'rsatishga. Ustozim aytib o'tganlaridek, Afrosiyobda, temir yo'lda, undan tashqari ijtimoiy formatsiyalarda hammasida berib ko'rdik. Bular hammasi ijtimoiy rolik sifatida ketdi, ya'niki tekinga hammasi. Lekin qaysi tashkilot o'sha imkoniyati bor, televideniyamiz ham, radioyimiz ham yoki shaxsiy kanallarimiz bor, misol uchun o'shalarga fikr bilan chiqsangiz ko'proq qisilib qolamiz. Nimaga? Sababiki, yana o'sha manfaatga, manba pulga borib taqalish va hokazo va hokazo. Lekin O'zbekiston muzeylari ham o'g'ani kuni menga bitta juda chiroyli savol berishdi. O'zbekiston muzeylari nimasi bilan faxrlana oladi degan. Masalan, birinchi navbatda men aytgan fikrim, o'sha ko'p chet ellarga chiqqanimizda ham bizni qaysidir alohida bir tashkilotlarni, alohida binolarni ko'ramiz. Lekin global darajasida, shahar darajasidagi ko'rinadigan osmon, ochiq osmon ostidagi muzeylar yo'q. O'zbekistonda bunaqa muzeylarning soni 3 ta shaharimizni o'zini olsanglar yetarli. Xiva, Samarqand, Buxoro. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hech qayerda kompleks darajada rivojlanish yo'q. Toshkent shahrida ham, Toshkent shahrining tarixi ham juda ham kuchli va hamma asoratiqalarimiz, madaniy meros obyektlarimizni ko'rsanglar, hammasi majmua shaklida shakllantirilgan. Albatta maqbarasi, masjidi, albatta madrasasi, misol uchun Shayxovoni Tohirri ham xuddi shunaqa bo'lgan. 20-asr 30-yillarigacha Hastimon majmuasi, Ko'kaldosh madrasamizning oldida o'sha Xo'ja Ahror Vali majmuasi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, faxrlansa arziymiz, lekin o'sha narsalarni saqlashimiz birinchi navbatda, ikkinchi navbatda yana o'sha qaysidir homiylarni kelishini kutmasdan harakatlar bor, harakatlar qilingan va bu narsalar o'sha faxr tuyg'usini uyg'otishga harakat qiladi. Kelayotgan mehmonlarimiz, misol uchun, to'g'ri muzeylarga boradi, to'g'ri bozorimizga boradi, mozorimizni maqtaydi, muzeyimizni maqtaydi yoki oddiy o'sha kaykavusi bo'yiga tushgan bir kichkina mahallacha uychalarni maqtashadi. Lekin biz xohlardikki, o'sha maqtanishlarni biz u yoqqa borib ham qilishimiz. Baxtiyor aka, mana Toshkent muzeyida haqiqiy Toshkent nafasini, Toshkent hovlilarini his qilasiz va bu yerda Toshkent darvozalaridan birini namunaviy nusxasi saqlanadi. Mana shu Toshkentni 12 ta darvozasidan biror birini asl nusxasini olib kelish yoki mana shu narsalarni targ'iboti orqali ham muzeyni rivojlantirish mumkindir. Balki bu borada homiylar bizga yordam berar. Fikrlaringiz qanaqa bu borada deb o'ylaysiz? Ustozim bilan rejalarimiz bor. Sababiki Toshkent muzey bir kunda, bir yilda, 5 yilda shakllanib qolmaydi. Albatta. Uni sekin-sekin to'ldirib boriladi. Masalan, siz darvozalar misolini keltirdingiz. Menga ko'p misol keltirishdi. O'sha kalitlari, darvozalari. Masalan, Toshkent shahrida juda ko'p mahallalarning nomlari aynan hunarmandchilik nomlari bilan bog'liq. U sohada ham harakat qilyapmiz rivojlantirishga. Keyin Toshkent shunaqa hudud bo'lganki, u global nuqtai nazardan, geografik nuqtai nazardan ham markaz. Ipak yo'lida ham juda katta rol o'ynagan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tarixi juda ham kuchli, shakllanib kelgan. Hozirgi kunda biz ham shu harakat qilyapmiz ko'rsatishga. Misol uchun 261-qarorda allomalarimiz to'g'risida fikr ketgan va bu allomalarimizni har bittasi to'g'risida alohida ma'lumot berishga, ularni o'sha ilm fanga, umuman madaniyat san'at sohasiga qo'shgan hissalariga to'g'risida ma'lumotlar berishga harakat qilganmiz va qo'shimcha ravishda ular to'g'risida o'sha ma'lumotlarni QR kodlar orqali
shakllantirib berdikki, nimaga? Sababiki kelgan odam voy oddiy ekan, voy unaqa ekan demasligi uchun o'sha hali aytib o'tganimdek, muzey tomoshabini 7 yoshdan 70 yoshgacha. Biz uni o'yin shaklida ham bergan variantlarimiz da bor. Oddiy misol, o'sha yoshligimizdan o'ynab keladigan o'sha pasyansimizni yig'ish yoki boshqa shakllari bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, Toshkent muzeyi hozirgi kungacha sekin-astalik bilan ma'lum bir muvaffaqiyatlarga erishdi. Keyinchalik Xudo xolasa ilmiy xodimlar bilan kelishib, albatta Toshkentni boshqa faqatgina darvozalari emas, o'sha hunarmandchilik rastalari yoki hunarmandchilik mahallalari, bozorlari yoki o'sha shaharni kengayishi masalasi. Misol uchun hamma savol beradi, o'sha 7 ta darvoza bo'lganmi, 9 ta darvoza bo'lganmi, 12 ta darvoza bo'lganmi, Rabot shakli qayerda bo'lgan, Shahriston shakli qayerda bo'lgan, Ark shakli qayerda bo'lgan yoki shahardagi ba'zi bir hududlarning nomlari. Misol uchun Janggoh degan hududimiz bor, Sebzorda, Jangob so'zidan kelib chiqqan yoki jang bo'lgan hudud sifatida yoki shu masalalarga ham alohida ahamiyat berishga harakat qilib kelyapmiz hozir. Yaqindagina o'sha Ozarbayjondan jurnalist do'stlarimiz kelganda Toshkent muzeyida bo'lishdi va biz haqiqiy Toshkentning nafasini, muhitini his qildik deyishdi. Buni o'zi katta natija va katta so'z deb o'ylayman. Toshkentdagi Zarqaynar bor-ku, ana shu hududda Oxunguzar masjidi bor. Men ham ishtirok etdim 2 hafta oldin. Mana shu yerda bitta ko'chani ochilish marosimi bo'ldi. Diplomatik korpusda hamma elchilar kelishdi ana shu yerga. Mana shu ko'cha Olmazor tumani hokimini shu aytishlaricha xuddi shunaqa ko'chadan 10 ta ko'cha ochishar ekan. Bu yerda kirganda yana eng qiziqarlisi, men u haqida menimcha alohida ko'rsatuv qilsak bo'ladi. Tilla shayxi qurdirgan uylari bor ekan o'sha ko'chada. Va u men hozir ma'lumotlar to'playapman. Afsuski ma'lumotlar o'sha Tilla shayxning avlodlari yashaydigan uyga kirdik. Hokim menga ko'rsatdilar. O'sha paytda shu kashf bo'ldi biz uchun. Va u yerga kirganda o'sha uyini 2 ta xona uy qurgan ekanlar. Tilla shayx nima uchun? Parijga borgan ekanlar 1870-80 yil oralarida va u yerdan parijlik mehmonlarni chaqirgan ekanlar uylariga. To ular uylariga kelguncha shu 2 xona uyni qurib qo'ygan ekanlar. Endi uni qismiga qarasangiz tomosha qilasiz chiroyliligini. Va biz o'sha masalan meni buvim xastamonlik, lekin u yerda shunaqa ranglar berib gullar chizilganki, uni o'sha paytdagi bo'yoqlarini Hindistondan olib kelgan ekanlar. Xuddi kecha chizilgandek turibdi. Bu ham bitta tarixiy obyekt, bu ham bitta muzey va biz kirib gaplashib turganimizni o'zida turistlar kela boshladi. To'g'riki, qayerdan bilishgan? Ularda qanaqadir shu turistik marshrutda shu kirib qolibdi shu narsa. Remont bo'lyapti, endi hovlilari chiroyli. Ko'chalar har bitta xonadonni bu uyga kabob pishiradigan joy qilishyapti. Bu yerda hunarmandlar o'tiribdi, keyingisi yana nimadir bo'lyapti. Men hayron qoldim o'zim. Mana shu ish shaharda 10 ta ko'cha xuddi shunaqa qilib muzeylashtirilar ekan. Bu ham bizning mana shu Toshkent shahrining turistik obyektini ko'payishiga sabab bo'ladi. Rahmat. Dunyo tajribasini o'zimizda qo'llash bo'yicha yana fikrlar, ma'lumotlar bo'lsa, Suray opa. Boya hamkasblarim aytib o'tganidek, haqiqatda masalan Luvr muzeyida ham, Britaniya muzeyida ham, Metropolitan muzeyida ham aynan reklamani kuchliligi, reklama avvalambor ana shu muzeylar reklama qilingan, brendga aylantirilgan va undan keyin o'sha yuqorida aytib o'tilgan har xil korxonalar, tashkilotlar shu muzeydan foydalanib o'zini brendini reklama qilishga harakat qilishgan. Ya'ni Jannat Hamidovna aytganlaridek, birinchi navbatda o'sha muzeylarimizni reklama qilishga yordam berish kerak. O'sha televideniya xodimlari mana shu reklamalarni qanchalik ko'proq qo'ysak, muzeyga kelishga odamlar ko'proq qiziqa boshlaydi. Ana shu reklamada uni qayerda joylashganligi, chunki ko'pincha odamlar hattoki muzeylarni qayerda ekanligini ham bilishmaydi-da. Ana shu muzeyga qanday borilishini, qisqa tarzda qanday borilishini, qayerda joylashganligi, ish kunlari qaysi kunlar ekanligi va bu yerda nimani o'rganish mumkinligi, qanday eksponatlar borligi haqida qisqa reklamalar odamni nima deydi, kayfiyatiga yoki o'tkazayotgan vaqtiga ta'sir qilmasdan yaxshi kayfiyat tug'diradigan qilib reklama qilinsa, vaqtini olmasdan, u beixtiyor ongida joylashib qoladi. Keyinchalik o'sha muzeyni oldidan o'tayotganda ham, mana shu muzeyni men ko'rgan edim, shu yerga birov kirib chiqaychi deydigan fikr paydo bo'ladi. Undan keyin yana bitta narsa, o'sha bizning homiylar ko'paysin deyapmiz. Men istardimki, o'sha biz homiylarni tarbiyalashni
maktabdan yoshlikdan boshlashimiz kerakda. O'sha muzeyga kelganda bolalarga tarixni o'rgatar ekanmiz. Masalan, Temuriylar muzeyi misolida biz juda ko'p asor atiqalarni chet elda, xorij muzeyida saqlanishini aytib o'tamiz. Juda ko'p odam hattoki hayratda qoladi-da, "Ha, shu yo'qmi? Mana shu metropolitenda turadimi yoki Britaniya muzeyidami, Luvrdami?" degan savollar tug'iladi. O'sha tarixga qiziqish paydo bo'lsa, keyinchalik shu narsani men ham olib kelsam edi vatanimga, mana shu yerga sovg'a qilsam edi, shu joyda tursa edi degan. Bu birinchi ana shu tarixga qiziqishdan boshlanadi, o'zini vataniga qiziqishdan boshlanadi. Ana shunday qilib tarbiyalasak, kelajakda ana shu katta bo'lgan avlodlarimiz tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, chunki chet el misolida juda ham ko'p mana shunaqa tadbirkorlarda. O'sha Rossiya tarixiga oid bo'lgan boya Janob Hamidovning aytganlaridek, o'sha Sotheby yoki bo'lmasa Kristi auksionlarda sotiladigan juda ham noyob ashyolarni rossiyalik metsenatlar olib, sovg'a qilib, Rossiya muzeylariga topshirishadi. Afsuski, mana hozir ham biz bilib turibmiz, buni yana davlatimiz sotib olgan. O'sha mana shu auksionlardan davlat o'zi sotib olib muzeyga beryapti. Men istardimki, mana shu metsenatlar shuni e'tiboriga olishsin. Bir dona bo'lsa ham eksponatni muzeyga sovg'a qilish yoki muzeyga olib berish, bu juda ham katta tarixni vataniga qaytarish bo'ladi-da. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Biz hozir juda ko'p muzeylar misolida aytdik, o'sha hamma dunyodan keladi, qiziqadi va mana shu O'zbekiston muzeylarining farqi nimada deb men aytmoqchi edimki, O'zbekiston muzeylarida asosan O'zbekiston tarixini aks ettiruvchi noyob eksponatlar saqlanadi. Biz o'sha siz maqtagan Luvr muzeyida ham, Britaniya muzeyida ham yoki bo'lmasa Metropolitan muzeyiga borsangiz ham o'sha o'zini tarixidan tashqari aynan o'zbek xalqini tarixiga oid bo'lgan juda ham ko'p noyob eksponatlarni namoyish qilishadi. O'sha bilan masalan O'zbekiston aholisi o'shani qiziqib borib ko'rgisi keladi. Biz o'sha o'zimizni tariximizga oid bo'lgan narsani ko'rish uchun ham boramiz Luvrga yoki Metropolitan muzeyiga. Agar o'sha narsalar bizni muzeyimizda saqlanganda edi, ana shu xalq, o'sha amerikaliklar ham shu muzeyga kelib shu narsani ko'rishga harakat qilardi. Shuning uchun istardimki, ko'proq mana shu homiylarimiz tariximizni o'rganib turib, nima bunaqa odamlar juda ko'p. Balki ular yo'lini bilishmayotgandir. Masalan, muzeylarga murojaat qilishsa, muzey rahbarlari yo'lini, qayerdaligini, qancha narxda turishini aytib bera olishadi-da va sovg'a qilishsa, o'zlariga ham, o'zbek xalqi tarixiga ham, kelajakimizga ham juda ham katta yordam bo'lardi. Suray opa, biz universitetda o'sha PR fanini o'tganimizda dunyoni mashhur shaxslari o'zlarini ijobiy imijini shakllantirishda ham aynan mana shu homiylikdan foydalanar ekan. Nazarimda mana Jannat opam rasmlarini osib, yozib qo'yaman dedi. Mana shunaqa saxiy homiylar haqida yoki muzeylarga, teatrlarga yordam berayotgan insonlar haqida ham ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida yoritish kerakdir balki. Yana qanday yechimlar, qanaqa bir takliflar mavjud, shular haqida fikrlashsak. Bir narsaga ahamiyat beryapmiz, biz masalani ko'proq shu moddiy tomoniga. To'g'ri, bozor iqtisodiyotida sharoitida bu moddiy manfaatdorlik birinchi o'rinda turadi ko'p holatlarda endi. Albatta biz shu narsani ko'proq tushuntirishimiz kerak va targ'ibot qilishimiz kerak, buni ma'naviy tomonini. Bu ma'naviy tomoni qanday bo'ladi? Endi hamma narsani bu moddiyat bilan o'lchayversak ham bo'lmaydi-ku axir. Va o'sha yordam berayotgan, nima qaysidir eksponatni sotib olib berayotgan o'sha homiylarni o'sha boyagi yuqorida aytib o'tdilar, Jannat Hamidovni o'sha mayli rasmini qo'yib qo'yish, ismi, familiyasini yozish, uni reklamasini qilish va u keyin masalan muzeyga ismi shariflari yozilsa, suratlari qo'yilsa, keyin uni farzandlari kelar, nabiralari kelar, shundan faxrlanib yurar masalan. Moddiyat o'tadi ketadi, lekin u ma'naviy tomoni abadiy qoladigan narsa. Biz shu narsaga ko'proq ahamiyatni, shu urg'u berib, shuni qanaqadir yetkazishimiz kerakdir balki. Akmal aka, siz taklif va o'sha muzeylar faoliyatimizni yanada takomillashtirish bo'yicha qanday o'zingiz shaxsiy bir takliflarni ilgari surasiz? Endi umumiyla olganda muzeylar rivojlantirish bo'yicha takliflar, mulohazalar ko'p. Aynan bugun mavzudan chiqib ketmagan holda o'sha homiylik yoki metsenatlik bo'yicha taklif yoki o'sha yechimni o'zimni fikrlarimni bildiraman. Och insonga baliq berma deydi, qarmoq ber. U baliq ovlashni o'rgansin va o'sha tirikchiligi shundan qilsin deydi. Xuddi muzeylar ham shu, borib homiyga borib homiylik qiling bizga desa, ensasi qotishi mumkin. Endi bu yerda mexanizm ishlab chiqish kerak. Qanday? 261-son deyapti. Balki metsenatlik shu qarorda bormi? Metsenatlik deyish. Alohida qonun bo'lsa, necha foiz o'sha
ya'ni imtiyoz berilyapti o'sha kompaniyalarga. Homiylarga soliqdan ozod qilinyaptimi? Necha foiz? har xil qilib ko'rsatilgan. Masalan, chet el bilan ishlaydigan korxonalar bor, o'zimizda ichki bozorda ishlaydigan korxonalar bor. Ularga alohida. Misol uchun, yo'q. Birinchi navbatda QQS, ya'niki qo'shimcha qiymat solig'i 15% chiqib ketyapti. Undan tashqari yana foiz ko'rsatilyapti. Mana bor ekan, mana shunaqa imtiyoz berish kerak. O'sha Louvre'da 60% beryapti. Louvre'ga homiylik qilsangiz, sizni kompaniyangizdan 60% shu Fransiya davlatidan siz soliqni O'tda bitta narsa bor. Fransiyada 75% olashadi, ular 1 milliondan ko'proq pul to'latadigan. Shu ham bor. Ya'ni ijtimoiy oddiy solig'i 1 million yevrodan ortiq topadigan insonlari 75%ni налогga to'laydi, soliqqa to'laydi. Ana o'shani ichidan 60%ni chiqarib tashlash. Ha, baribir. Mana bu ham nima deydi, aytmoqchi bo'lganim, haligi 1 million hisoblasa 750 ming topshirmayapti-da, 600 ming bunga homiylik qilyapti-da, 400 ming foydada ketyapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha 250 ming foydamiz 400 ming foyda qilib cho'qib tushdi. Mayli-da, o'sha 15% bersin. Qani bitta qo'l uringlar, bitta korporatsiya kompaniya topingda, homiylik qilsa 15% davlat ozod qilsin. Shunaqa bitta tajribani ko'rsatinglar, keyin sekin-asta iziga tushadi. Bu mexanizm shu. Ya'ni qaror chiqqandan o'sha qaror ishlash kerak. O'sha qarorda har bitta punkt ko'rsatilishi kerak. U qanaqa yuridik nuqtai nazardan qanday amalga oshiriladi. Keyin o'sha metsenatlikning ham etikasi bor. Ya'ni o'sha homiylikning ham etikasi bor. Misol uchun har qanday kompaniya kelib muzeyga homiylik qila olmaydi. Bu xorij tajribasi. Misol uchun o'sha spirtli mahsulotlar ishlab chiqaradigan kompaniya yoki o'sha tamaki mahsulotlari yoki siyosiy partiyalar yoki siyosiy tashkilotlar, diniy tashkilotlar, bular umuman mutlaqo, ya'ni shu muzeylarga yordam bera homiylik qilishi mumkin emas. Mana shunaqa jihatlarni ham o'sha me'yoriy hujjatlarda ko'rsatish kerak. Keyin muzeylarda o'ziga ham ozgina erkinlik berish kerak-da. Hamma 100% hamma narsani o'sha etap-etap yuqoridan administrativ, ma'muriy byurokratiyasiga asosida hal qilish kerak emas. Muzeylar erkinlik bo'lishi kerak. Muzeylar o'sha kerak bo'lsa, tarix muzeyi bevosita Ermitaj yoki o'sha Yaponiyada muzey bilan shartnoma tuzsinda, kerakli o'sha hujjatlarni tayyorlab, o'sha nazoratlardan o'tib, albatta o'sha kerakli yuqori turuvchi organlarda ruxsati bilan, lekin bizda nihoyatda o'sha eski byurokratlik bor. Mana Xitoyga bordik, Google muzeyida ko'rgazma doirasida yosh yigitlar keldida, kompaniyasi bor ekan. Art bir narsa degan kompaniya. Italiyadan bitta muzey bilan shartnoma tuzgan. Ular ko'rgazma o'tkazuvchi kompaniya. Tashkilotchi kompaniya Italiyaga kelyapti, bitta muzey bilan shartnoma tuzyapti. Ya'ni sizlardan biz 50 ta eksponatni olamiz, Xitoyda 2 oy davomida namoyishga qo'yamiz. Sizlarga mana shuncha yevro pul to'laymiz deyapti. Ular kelishyapti. Bu Xitoyda o'zini o'sha davlatida bitta muzey bilan kelishyapti-da, uni arendaga joy olyapti, ijaraga. Ya'ni ijaraga o'zini davlatidan joy olib, Italiyada eksponat olib kelib namoyishga qo'yapti. Bizga kataloglarni berdi. Afsuski bu ko'rsatuvga olib kelmadim. Ya'ni o'sha kompaniyalar orada turib dallollik qilib pul ishlayapti. Bu yerda Italiyaning muzeyi ham pul ishlayapti, Xitoyda muzeyi ham pul ishlayapti. Bizda yo'q shu narsa. Siz o'zingiz mana Janat Hamidovna o'zlari borib shartnoma tuzib, bo'ldi biz ketdik Xitoyga yoki Yaponiyaga deb erkinlik berish kerak-da. O'sha shaxsiy muzey emas. Yo'q, ular ham davlat muzeyi. Italiyada ham davlat muzeyi. Lekin bizga ham kelishdi shu xitoyliklar. Endi sekin-asta bizda ham endi boshlanyapti-da, endi boshlanyapti. Men endi faqat tanqidga o'tib ketmoqchi emasman, lekin yechim beryapman. Ya'ni o'sha erkinlik mexanizm bu yerda o'sha huquqiy daromad topish. Ha, albatta o'sha mana bular so'rab ketyaptilar-ki, yoki lutflar ketyaptiki, faqat moddiyatga bog'lab qolmanglar deyapti. Muzeylarda ishlayotgan xodimlarni manfaatdorlikni ham o'ylash kerak. Muzey qanchalik manfaatdormi, demak xodim ham o'sha manfaatdor bo'lish kerakki, o'shanga intilish kerak. U ma'lum bir oyligini olaversa-da, undan biz talab qilaversak, homiy top, ishla. Lekin unga o'sha bayramlarda premiyalar berish kerak-da. Misol uchun o'sha, ya'ni muzeylarga tushayotgan moddiy mablag'dan xodimlarni o'sha rag'batlantirib turish kerak. Yana bitta yechim. Mana bular men tashqaridan ekspert sifatida ishtirok etyapman, muzeylarda aytishsinchi, qani mana shu homiylik topish uchun chet el muzeylarida, xorij muzeylarida maxsus bo'lim shug'ullanadi. Partnyorstvo deydi, hamkorlik bo'limlari. Bizda alohida mana shu 3-4 ta bir mutaxassis bormi, shu homiylar bilan, muzeyda marketingi bilan, muzeyda reklamasi bilan shug'ullanadigan, homiy topadigan bormi? Yo'q. Hatto PR xizmatlari endi bor, bo'lim, reklama bor, menejment bor, marketing bor,
o'shani Ana ichida o'sha mexanizmini kiritish kerak va yuborish kerak Luvrga, Yaponiyaga, Koreyaga. Tajriba oshirib kelsin, qanaqa qilib pul topyapti muzey, qanaqa qilib erkin ishlayapti, qanaqa qilib homiyga qanaqa murojaat qilish kerak, hujjatlar bilan tanishish kerak. Biz boryapmiz. Mana juda ham ko'p muzeydan xorijga mana bordik, stajirovka qilib keldik. Men o'zim nechta ko'p muzeyda bo'lganman. Biz hammamizga yuzaki. Muzey ichki sirlarini aytmaydi, ichki qonunchiligini bizga ko'rsatib qo'ymaydi. Aynan davlat o'sha muzeylari borib o'zaro o'sha direktorlar mana borib gaplashib kelish kerakki, iltimos bizga shu yo'l yo'rini ko'rsatinglar. Homiylar bilan ishlaganda biz qanaqa qonunchilikka e'tibor qilaylik, qanaqa qoidalarga e'tibor qilaylik, qanday qilsak biz homiylarni ko'paytiramiz. Mana shu jihatdan keyin mutaxassis yuborish kerak. O'sha iqtisodchilarni yuborish kerak bevosita. Faqat muzeyda muzeyshunos yoki ta'mirshunos yoki tarixchi ishlash kerak emas. Erta dizayner ishlaydi, erta iqtisodchilar ishlash kerak. Marketologlar ishlash kerak. Bular hammasi kompleks bo'lgandagina, o'sha hammasi ishlab chiqilganligini sekin-asta o'sha siz aytgan biz o'sha yuqori darajaga chiqamiz. Rahmat Akmal aka. Murod aka, bu borada taklif va yechimlar borasida xulosaviy fikrlaringiz. Musulmonchilik, astachilik juda ko'p fikrlar aytildi. O'sha osor atiqalar va hokazo 90-yillarda o'sha maxsus komissiya tuzilib, o'sha dunyodagi bizani osor atiqalar o'rganib olib kelinib jarayoni boshlanganda imkoni bo'lmaganda juda biza quvongan edikki, loaqal o'sha tagiga izohini O'zbekiston tarixiga oid shu ashyo degan yozuv, etiket yozdirishga ko'ndirganimizdan juda xursand edik. Mana bugunga kelib auksiondan sotib olyapmiz. Imkon qadar o'sha sotganini bizga zarur bo'lganini sotib olamiz. Shu paytgacha endi sotib oldik. Bungacha sotilgani ham ayting. Sotilgani chiqib ketdi auksionlarda. Albatta talon taroj u boshqa u masala. U boshida aytdim fikrimni. Bu bizani millatimizning qayg'usi dedim, fojiasi dedim. Nima deydi, jarayon boshlandimi? Mana biza ura qilib hammasi yaxshi deb kelib, mana bugunga kelib og'riqli nuqtalarimizni ham ko'tarib olmizmi? Demak, Xudo xolasa, keyingi bu birlamchi qadamimiz deb o'ylayman. Mana shunaqa yoritishni keyin ham mana shu jarayonda ketsak, albatta shu muammo ham sekin astachilik bilan o'zini yechimini va ijobiy yechimini topishiga ishonaman. Rahmat Murod aka. Suray opa, xulosaviy taklif va yechimlar borasida fikrlaringiz. To'g'ri, hozir siz aytdingiz, muzeylarni o'zi ham harakat qilish kerak, lekin muzeylar harakat qiladi. Muzeylar mana Jannat Hamidovna ham doim shu chet elga borganlarda yoki boshqa muzey rahbarlari ham chet elga borganda ana shu muzeylarni tajribasini o'rganib va shuni O'zbekistonga ham olib kelishga harakat qilishadi. Bu borada muzeylar qarab o'tirishibdi yoki hech narsa qilishmayapti degan dunyoqarash menimcha noto'g'ri bo'lardi. Ancha ishlar qilingan. Shu bilan birgalikda yuqorida yana ta'kidlab o'tganimizdek, o'sha xodim nima deydi, muzeylarni o'zi ham to'g'ri harakat qilish kerak va bu borada juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Lekin o'sha haqiqatda ham mana xorijliklar bilan bevosita aloqa o'rnatishda ba'zida muammolar bo'lishi mumkin muzeylarda. Bevosita aloqa o'rnatishda ana shu sababli ana shu bevosita aloqa o'rnatishga ruxsat berilishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni muzeylar ham, masalan, Temuriylar tarixi davlat muzeyi bo'lsa, shu dunyoni qaysi muzeyda shu davrga oid bo'lgan ashyolar bor bo'lsa, biz uni o'rganib chiqqanmiz. U haqidagi ma'lumotlar bor, to'plangan, yig'ilgan. Lekin bevosita shu muzey bilan muloqotga chiqib, baribir yana moliyaviy masala turadi bu joyda. Uni olib kelish, muzeyda ko'rgazma qilish, aslini olib kelib ko'rsatish, bu baribir davlat miqyosida olib boriladigan narsa bo'ladi. Buni oddiygina o'sha homiyni yordami bilan ham amalga oshirish sal og'irroq bo'ladi deb hisoblayman-da. Shuning uchun ham ba'zi joylarda, kerakli joylarda davlatning yordami ham kerak bo'ladi va ba'zi joylarda ana shu muzeylarni bevosita o'zlarining harakatlari ham juda ham kerak deb o'ylayman. Qadrli yurtdoshlar, bugungi tarix maydoni ko'rsatuvining mavzusi muzeylar faoliyatiga bag'ishlandi. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan mutaxassis olimlarimizga chuqur minnatdorchilik bildirgan holda dasturimizni yakunlaymiz. Har qanday buyuk tashabbus ham ilk qadamlardan boshlanadi. Aynan muzeylarga homiylik borasida ham bizda tashabbuslar, ilk qadamlar boshlangani quvonarli. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'zbekiston tarixi telekanalida qoling.